iymon ahlini, da'vatchilarini o'sha xislati bor. Odamlar uchun yaxshilikni xohlashadi. Butun bir ummatni, umuman insonlarning hammasi hidoyatda bo'lishligi ular uchun eng yaxshi ko'rgan narsasi. Xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan. Butun qavmni, butun Samud qavmi ichidan bittasi bordi, Allohning oyatiga tegdi. Alloh bu oyatga tegilmasin. Shu sabab bular ustiga musibat keldi. Buning ichida jin turgani ham ketdi. Buning ichida boshini likillatib qo'ygani ham ketdi. Buning ichida hammasi ketdi. Bitta oyatiga aralashgani uchun. Endi kunimizda dunyoni har yerda Allohning 6000 dan ziyod oyati turgan bir vaqtda Allohning oyatiga aralashishi, bu bizga o'tadi, bu o'tmaydi, buni uloqtiramiz, buni ketkazamiz, bunga ruxsat, bunga ruxsat emas, Allohning haqqini orqaga otishi ajabo bilan holat oxirat nima bo'ladi? Va bunga sukut qilayotgan ahli ilmlarning holati nima bo'ladi? Qancha yashasangiz ham, xohlaganingizcha yashang, xohlagan joyda yashang, xohlaganingizdek yashang, baribir o'lasiz. Kunimizdagi insonlarning asosiy muammosi tavhiddan yiroqligidir bilamiz. Erkeklardek yaşatqın meni, bilib yaşay izzatarimni, İslam üçün bulaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allohga hamdlar bo'lsin. Bizni o'z haq yo'lidagi bandalariga haqni eslatuvchi qilganligidan va Alloh taolo unga muyassar qilganicha unga amal qilishga siz o'zizga tavfiq berganidan, haqni gapirish va eshitishni bizga oson qilganidan. Bugun birodarlarimizdan biri bilan suhbatni niyat qilgan edik. Alloh taolo buni bizga oson qildi. Aslida o'zi bu bir tasodifiyroq holat desak ham bo'ladi. Birodar o'zi oldin tanimasdim, lekin ba'zi birodarlar tanishtirishdi va o'sha suhbatni uyushtirishga taklif qilishganida ijobat qildim. Bu birodar ham ijobat qildilar. Alloh taolo ajrlarini komil qilib bersin. Allohumma. Bu o'sha ko'pchilik birodarlar tanitgan Ibrohim Muvahhid ismli birodarimiz. Avvalida eslatib o'tmoqchiman. Birodarimni qayerdaligini bilmayman, taxminan ham etmayman. Lekin bu muhim emas. Kishi aqidada jamlanib, aqidada ajrashadi. O'shani o'zi kifoya qiladi bizga. Aytmoqchimanki, bundan keyin ortiqcha savollarga o'rin yo'q. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Birodarlar uslublari o'ziga xos. O'sha u bilan o'zini mujodala qilayotgan yoki o'zi bilan bahs qilayotganlarga beradigan javoblari, uslublari manikidan tubdan farq qiladi. Shuning uchun bir umumiy narsani eslatib o'tmoqchiman. Avvalo, biz da'vat deganda tushunadigan narsa Alloh taolaning yo'liga chaqirishlikdir. Bu qaysi yo'l bilan, qaysi uslub bilan bo'lsa-da chaqirilayotgan odamga ta'sir qilishligi va u Robbisining itoatiga kelishligi eng asosiy mavzu, eng asosiy g'oya va hadaf. Shuning uchun unga ham, o'zimga ham, barcha eshitayotganlarga nasihatim, da'vatchida bo'lish kerak bo'lgan eng muhim shartlarni rioyasini qilishlik. Birinchidan, qilayotgan barcha da'vatda ixlosni lozim tutishligi, undan biror bir obro' orttirishlik yoki dunyoviy manfaat emas, balki Robbimizning yuzini iroda qilgan holatda qilishligimiz. Keyin esa chaqirayotgan narsamizni o'zimiz bilishligimiz, nimaga da'vat qilayotganligimizni bilishligimiz va hikmat bilan va chiroyli chaqirishlik bilan chaqirishlik. Birovlarning sha'niga kirishlik emas, boshqalar haqida gapirishlik emas. Biz odamlarga qarshi emasmiz, biz sifatlarga qarshimiz. Kimda o'sha sifat topilsa, ya'ni biz qarshilik qilayotgan, biz uni yo'qotishga harakat qilayotgan sifat topilsa, o'sha sifatlarga qaratilgan shaxslarga emas. Agar u sifatlar yo'qolsa, Alloh taolo aytganidek, "Ihvanukum fid-din", ya'ni o'sha dinga bo'ysungan hamma sizlarning birodaringlar degan o'sha gap. Va keyingisi esa sabr qilamiz bizga qilinayotgan so'zlardan yoki umuman ozorlar bo'lsa, da'vat yo'lida buni bo'lishligi shart va o'zimiz ham chaqirgan narsalarimizga amal qilishligimizni eslatib o'taman. Tartib bilan, bosqichma-bosqichlik bilan odamlarni o'sha haqning yo'liga da'vat qilishda sabrli bo'lishlik kerak. Alloh taolo muvaffaq qilsin. Ibrohim, barakallohu fikum ijobat qilganingizga. Jazakallohu xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh sizdan va Alloh bizni atrofimizga yig'gan solih birodarlarimizdan rozi bo'lsin. Va ushbu suhbatimizni Robbim dunyo va oxiratimizga foydali qilsin va insonlarni tavhidga kelishiga, Allohni tanishiga sababchi qilsin. Robbim o'zini dinini yo'lida bizlarni ishlatsin. Agar biz toyiladigan bo'lsak, Robbimizga xiyonat qiladigan bo'lsak, Alloh izzatiga qasamki, Alloh bizlarni yo'qotib o'rnimizga va'dasi sodiqlarni olib kelib qo'yadi. Chunki biz butun borliq, butun koinot albatta Alloh azza va jallaga muhtojmiz. Alloh azza va jalla hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Barakallohu fikum. Siz bilan gaplashmoqchi bo'layotgan mavzuyimiz o'zim nomidan ham ma'lum edi, maqsadimiz, umuman maqsadingiz haqida, bitta sizni emas, umuman o'zi bu da'vatning maqsadi haqida bu suhbat.
bu bitta sizga tegishli emas, qaysiki da'vatchi bor hammasiga tegishli. Endi ba'zilar aytadi-ku, podkast qilamiz deydi-yu. Biz buni ahli emasmiz, shundan jam bilib olmaymiz nimaligini. Endi men buni ko'proq ad-dinun nasiha, ya'ni din nasihatdir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek va kimga aytsa umuman hammaga, ya'ni musulmonlarning ommasiga, hammasiga. Shuning uchun siz menga va umuman kimki shunga quloq tutsa, man alqas sam'a, ya'ni quloq solgan odamning hammasiga nasihat. Shu ma'noda bir suhbat qurishlikni niyat qilgan edim. Alloh ajringizni bersin inshaalloh. Allohning fazli ila bismillah boshlaymiz qani. Xo'p, Toshkentlikka o'xshaysiz, o'zingiz she'ringizdan menga shunaqa tuyuladi. O'zingizdan qolishingiz to'g'ri Toshkentlikman. Toshkentlikman, Toshkentda tug'ilganman, alhamdulillah. Toshkentliklar boshqacha gapiradi deyshadi-yu. Yo'q, bir vaqtda boshqacha gapirgan bo'lsam kerak, alhamdulillah. Balki qattiqlik, ya'ni bir shiddat shundan bir Toshkentlik bolalarda bo'ladi shunaqa endi. Yo'q, Allohga hamd bo'lsin. Men misol uchun uyimdagilar yoki meni tanigan bilganlar biladi. Johiliyat davrimda ham ancha qaysar, o'sha onamga qaysarsan derdilar. Qaysar shiddatim, shijoatim o'shanda ham bo'lgan. O'sha johiliyat ustida ham Allohga hamd bo'lsin. Alloh meni hidoyat qilgandan keyin shu qaysarligim hali ham o'sha qolgan. Faqat Alloh yo'lida. Alloh taolo sobit qilsin. O'zi aslida bu borada hadis ham bor. Johiliyatdagi yaxshilar islomda ham yaxshilarligi haqida. Bunga bitta misol hammamiz biladigan Umar roziyallohu anhu. U kishi johilliklarida ham mashaalloh odamlar uni haybatidan qo'rqadigan odamdilar. Iymonga kelganlaridan keyin o'sha narsa bilan Alloh taolo uni boshqalardan afzal qildi. Ya'ni shu narsani islom tarbiyalaydi. Inson fe'li o'zgarmaydi, fe'lini haqqi ishlatishlikka muvaffaq qilinadi. Bor fe'li amallarga tavfiq bo'lib unga yordamchi bo'lib qoladi. Alloh taolo shunday yordam beradi bandasiga. Alloh sizga ham bizga ham yordam bersin. Hidoyat masalasi, iymon masalasi. Alhamdulillah, o'zi so'ralganda hammamiz aytamiz, misaqdan beri musulmonmiz deydi-yu. Ya alhamdulillah, lekin aslida hidoyat masalasi qanaqa bo'lgan sizda? Hidoyatga kelishmayapti. O'zi ovozimni yaxshi eshitilyaptimi? Zo'r ovoz. To'g'risi bu haqda o'zi qisqa metrajli bir suhbat ham nima desam bo'ladi, bir narsa qilgan, tush degan narsa chiqargan edim. O'sha o'zi aslida meni hayotimga tegishli narsa bo'lib. Men Yevropada umrimning asosiy qismi Yevropada o'tgan to'g'risi. Shu sababdan johillik davrida shu musiqa eshitish bo'lmi, johiliyatda ko'p ko'chasidan kirib chiqqanman to'g'risi. Alohida misol uchun so'z davomida onamga yetadigan, shu joydan turib onamga yetadigan ba'zi bir gaplarim ham bor. Bir kuni tug'ilgan kun bo'ldi. Bir Otabek ismli bir tanishimizni yoshlari katta tug'ilgan kunlari bo'ldi. O'sha tug'ilgan kunlarda endi u joyda hamma fisq fasod bo'ldi, yeb ichish hamma narsa bo'ldi. O'sha tun men hamma kech uxlandi, u peshinga yaqin ertasi kun tug'ilgan kun o'tdi, turdik hammamiz. Undoq manzara bo'lardi. Bizning uydan chiqqanda o'rmon orqasi dengiz bo'lardi. Shundoq chiqdim, okean orqamdan shu tug'ilgan kuni bo'lgan aka chiqib keldilar, aytdilar, nima qilib turibsan bu yerda dedi. O'zim shunchaki turibman, yangiliklarni o'qiyapman aytdilarki, falonchi joyda undoq bo'libdi, bu joyda bundoq bo'libdi deb turib, o'sha terrorchilar, vahhobiylar qo'shtirma ichida shu haqida gap ketdi. Bularni o'zi hammasini o'ldirish kerak, o'qilish kerak deb rosa og'zimdan yomon so'zlar chiqdi. O'sha kun ish bilan chiqib ketdim, shu bilan qaytib keldim, tun uxladim. Subhanalloh, tushimda o'sha tug'ilgan kun o'tdi. O'sha kuni ertalab mana azonda peshinda ya'ni gaplashdim, shu bilan ishlar bilan chiqib ketib, kechki payt yarim kechasi kelib uxladim. Keyin tushimda Alloh shahodatini qabul qilsin, Tohir Yo'ldosh rahimahulloh kirdi. Shunaqangi holatki subhanalloh, so'ri muallaq turibdi, yam-yashil. So'rida mujohidlar turibdi va har bir mujohidning yonida kosada sut turibdi va har bittasining yonida quroli turibdi. Shunda uzoqda men so'rining bu yoq betida turibman, qarab turibman. Keyin Tohir Yo'ldosh bundoq qaradi, aytdiki, qo'rqoq, kel bu yoqqa. O'zlarini shevalarni gapiradi. Tushdi ham shu. Men qo'rqoq emasman dedim. Qo'rqoq bo'lmasang kel bu yoqqa. Qo'rqoq deyapti, mana shunaqa. Men qo'rqoq emasman desam, qo'rqmasang kel bu yerga. Shunda so'rga bitta chiqdimda, yonlarida surildi, o'tir bu yoqqa. Qo'rqmasang o'tirdi. Shunda o'tirishi bilan uyg'ondim. Bu dedim, ana terrorchi dedim o'zimga o'zim. Endi ertalab bo'lsa o'qish ketishim kerak. Bu ana terrorchi dedim. Shunda kirdim. Endi oilada asosan rus tilida muomala qilganim uchun nomer 1 terrorist O'zbekiston deb qidirdim. Yuk deb chiqib keldi Tohir yo'lda. Hamma da'vatlarni o'zimga saqlab oldimda, o'qishga aslida mashinamda ketardim.
avtobusda yarim yo'lgacha borib u yoqqa peshkom ketib eshitib ketdim. Bu dedim yolg'onchi. O'sha davrni imomlari aytganidek yo'q narsalarni gapiryapti. Oyat aytadi, oyatda zametga qilib ketaman, mana bu oyat aytdi. Boraman, darsga kirmadim. Astanovkada o'tirib da'vatlarni eshitib, shu odam g'alati bo'pti, bu aldoqchi, bu yahudiyning iti, bu Amerikani posboni deb turib, shu hozirgi imomlar nima gapirsa xuddi o'shani gapiraveradi. Bizani qanaqa programmalashtirilgan bo'lsa o'sha davrda, xuddi hozirgilar xuddi o'sha. Yo'l faqat ishtirokchilar o'zgargan. Yo'l o'sha, qonun, nizom o'sha. Darsga ham kirmadim, uyga qaytib keldim. Uyga qaytib kelganimdan keyin oyatni ochaman, o'zbekchasini o'qiyman. Endi arab tilini bilmayman vaqtda, u aytdi, men o'zbekchasini o'qiyman. Bu to'g'ri dedim. Keyin suhbatning orasida Abduvali qori ekani shofyorlari bilan suhbat bo'ldi. Kim ekan bu Abduvali qori? Kirdim. Abduvali qori deb qilsam 80 ta darslari bor ekan. O'sha ixlosdan boshlangan 80 ta 78 ta dars. Eshitdim, aqlim qabul qilmadi. Bu nimalar deyapti bu odam o'zidan o'zi dedim. Bunda endi vaqt o'tyapti shu bilan. Bilsamki Rafiq qori ismli da'vatchi borligini bildim. Xilofat to'g'risida gapirgan, tavhid to'g'risida gapirgan, birlashish to'g'risida. Nega bu poplarni, chunki men Yevropada deyarli o'sgan bo'lganim uchun xristianlarning o'zini Rim papasi bor. Nimaga bizaniki yo'q haqiqatan deb tafakkur qilish miya ochilib boryapti, ya'ni. Yopiq qobiqdan chiqishni boshlayapman. Keyin Rafiq qori ekanning o'g'illari bor ekan dedim. Rafiq qori ekanning darslari juda ham oz bo'lgani uchun o'g'illari Rashid qori ekan. Rashid qori ekani eshitdim tugatgandan keyin bular Rashid qori aka bilan Rafiq qori aka Abduvali qori akaning qarindoshi ekanligini o'sha suhbatlar orasida eshitdim-da, ana endi Abduvali qori akani eshitaman deb Abduvali qori akani hamma darsligini eshitdim. Undan orasida ba'zi birodarlar bilan tanishdim, gaplashdim. Abduvali qori akaning 80 ta darsligini eshitib ko'rganimdan keyin bunda oynaga qarasang-da terrorist turibdi-da. Xuddi shunday qilib Allohga hamd bo'lsin. Allohning fazli ila mana shu ustozlarni da'vat sabab mana shunga keyin izlanishni boshladim. Keyin hayotimda ko'p narsalar bo'lib o'tdi. Alhamdulillah. Alloh o'zini dinida sobit qadam qilsin. Va men bilganimcha, misol uchun, mana Toshkentda ulg'aydim, o'sdim, har ko'chaga kirdim. Menga ham qiziq bo'lyapti. Siz ham birdaniga men o'ylaymanki, bunaqa bir ilmli bir qorilari bor xonadonda o'smagansiz deb o'ylayman. Siz ham qanaqa hidoyat kelishingizga kimdir nimadir sababchi bo'lsa kerak, Alloh alam. Agar sir bo'lmasa bo'lasiz. O'zi to'g'ri aytdingiz. O'zbekiston sharoitida ahli ilm oilasida o'sishlik katta nodir holat bu, juda ham nodir holat. Ba'zi sulolalar bor, shulardan sulolaviy qorilar chiqadi. Bilsiz ko'pincha kim bo'lsa falonchi qori deydi. Ya'ni aytayotgan gapi qorilik haqida boradi. Qur'on haqida boradi. Bu yaxshi, albatta, qorilik yaxshi, lekin ilm faqat Qur'on bilan cheklanmagan. Qaysi ma'noda? Qur'onni yodlashlikka cheklanmagan. Ilmning hammasi Qur'onda, lekin faqat yodlashlikda emas. Qur'on faqat yodlab olganlikda boshida hujjatini o'ziga, ya'ni bir qo'liga qilich yoki qalqon olgandek bo'ladi. Endi uni qanaqa ishlatishni ilm o'rgatadi. Faraz qiling, qo'lingizda zo'r oxirgi modeldagi qurol tursa-da, otishni bilmasangiz, umuman ishlatishni bilmasangiz, nima foyda beradi u sizga? Birinchi jangdayoq mag'lub bo'lasiz. Xuddi shunga o'xshab. Demak, unaqa bo'lmagan bizda ham. Lekin alhamdulillah, menda bir johiliyat deb eslanadigan davr o'zi bo'lmagan. Allohga hamd bo'lsin. O'zim esimni tanibmanki, ibodatda o'sganman. Gunohlariga Alloh taolo meni yaqinlashtirmagan. Atrofimda lekin dindor odamlar deyarli yo'q edi. Boshida o'sha ibodatga sabab bo'lgan bir ish bo'lgan, bir ajoyib ish bo'lgan. Bomdod mahallida mehmonga kelgan bir qarindoshimiz, ham bu ayol kishi qolgan ekan uyda. Keyin Bomdod mahal hammani uyg'otib chiqdi. Men yotgan xonaning oynasini taqillatdi, hayron bo'ldim. Kim desam, bomdodga turinglar deb ketdi. Endi ovozdan bildim, shu qarindoshimiz. Keyin uyalib ketdim. Ayol kishi erkak kishini turg'izib namoz o'qigan desa, g'alati bo'ladi-ku dedim. Xullas turdim. O'sha kishidan uyalganim uchun kuni bo'yi to'liq 5 mahal namoz o'qidim. Keyin ertasi kuni ertalab ham yotganimda o'zimga o'zim prinsiplar bo'ladi-ku odamni. Shunaqa bir prinsiplar bor edi. Sen munofiqmisan? Bir odam keldi, bir ayol kishi uchun turib yotirasanmi? Keyin qattiq kirishdim o'sha dinimni o'rganishga. O'sha sabab bo'lgan. Undan oldin unaqa qiziqmagan eman, lekin musulmon kishilar alhamdulillah atrofimizda ilmga taalluqli bo'lgan deyarli hech kim yo'q edi. Keyin boshlandi deydi-yu. Keyin ishkengayib ketdi alhamdulillah. Borib bu o'rganishlar natijasida bildimki dindor yo'q ekan atrofimda. Keyin bildim uni. Men dindor deb yurardim, o'zi aksariyat odamlar dindorlar, musulmonlar deb yurardim. Mayli islomiga gap so'z yo'q, lekin
dinini hayotida qoyim qilishlik bo'yicha birovga borib bir narsa o'rgating deydigan odam kam ekan hozir. Endi bu to'g'ri, bunga orada ancha yillar ketdi. Lekin baribir oxiriga kelingan xulosa judayam muhtoj ekanmiz. Dinimizga judayam muhtoj ekanmiz. Universitetda o'qib yurgan mahalimda ham, undan keyingi ishlab yurgan davrlarimda ham atrofdagi odamlarning diniga munosabati meniki bilan to'g'ri kelmas edi. Hayron bo'lardim. Demak, kimdir xato qilibdi. Endi buni haqqini qayerdan bilaman desa, haqqini ilmdan bilaman. Ota-onamni o'sha menda ko'rmoqchi bo'lgan zo'r mutaxassisi, yaxshi universitetni bitirgan mutaxassis paydo bo'ldi, hosil bo'ldi. Endi ularning nazdida. Lekin meni qalbimda hosil bo'lmadi unaqa mutaxassis. Men xohlagan mutaxassis boshqa edi. Ahli ilm bo'lishlik va hokazo. Lekin Alloh taolo bir ishni sabab qildi va hamma narsani yig'ishtirib, endi o'zim xohlagan, Robbimdan so'ragan tarafga qarab yurdim. Alloh taolo menga o'sha eshiklarni keng ochib yubordi. Keyinchalik o'sha islom universitetlaridan birida, ya'ni toban O'zbekistonda emas, hamma biladigan mashhur islom universitetlari. Shu yerda bir narsani e'tiborga o'tmoqchiman. Ko'pchilik so'raydi bu narsani. Kim o'zi, kimda o'qigan, tabiiyki shunaqa. Endi buni hozir ochiq falonchida, falon domladan ta'lim oldim deyishlik o'zi g'alati bo'ladi bizning holatimizda. Lekin xotirjam bo'lishliklari uchun aytaman, o'sha hamma biladigan mashhur islom universitetlaridan birida o'qib va da'vat ham shu asnoda boshlangan. Ustozlarimiz ham asosan o'sha arab shayxlari, taniqli mashhur shayxlar, alhamdulillah. Ularning ichida Saudiya olimlar ham bor. Shayx Ibn Usayminning katta shogirdlari, Shayx Shuayb al-Arnavutning katta shogirdlaridan, Shayx Mustafa Adaviy, Shayx Vahid Abdusalam al-Bali, bu misrlik olimlar. Bular va bularning katta shogirdlaridan va Iordaniyalik shogirdlaridan, ya'ni Iordaniyalik olimlar bor. Ular ham o'sha katta shayxlarning shogirdlari. Zamonaviy o'sha yaqin asrlarda o'tgan Shayx Ibn Boz bo'lsin, Shayx Husaymin bo'lsin, ulardan dars olishgan. Hozirda o'zlari ham katta shayxlar. Alloh taolo shunday shayxlarga muvaffaq qilgan. Allohga hamd bo'lsin. Shuni aytishim mumkin. Alhamdulillah. Mana shuni o'rinda ba'zi narsalar ham aytmoqchiman. Ko'pchilik so'raydi haqiqatan, ustozing kim? Qayerda ta'lim olgansan deganda, g'ulom voqeasi esimga tushadi. Iymon keltirgandan keyin ustozing kim dedi-ku, yoki bo'lmasam vazir iymon keltirgandan keyin qayerdan o'rganding buni dedi. O'sha g'ulomni ustozigacha qatl qilinadi. O'shaning uchun siz ustozingizga yetarkansiz, iskovchilar borib yetib boradi, deyavering. Qani, bu yoqqa kechi deb o'sha narsa. Yaxshiroq bilasan taraflari. Keyin shu narsani eslatmoqchiman. Demak, mana hozir gapingiz o'rtasida aytdingizki, universitetni bitirganman deysiz. Chunki universitetni bitirgan odam baribir kunimizni tilida aytganda oliy ma'lumotli, ya'ni hozirgi saroy mullalari yoki botil ahli aytganidek bir pul topolmagandan yoki haligi nima deydi, mashhurlik kasaliga duchor bo'lganidan yoki ish yurishmaganidan emas. Demak, siz ham o'ziga to'q oilani farzandi, universitetlarni bitirgan insonsiz, ya'ni. Alhamdulillah, bu borada menda bu iqtisodiy masala, bular endi gapiriladigan ham gap emas o'zi. Aslida kim Alloh taolo uchun bir qadam tashlasa, unga ijobat qilinganligini Allohga qasamki albatta topadi va u ijobat bu o'ylaganidan ko'ra ulkanroq bo'ladi. Men yer yuzidagi Alloh taoloning guvohiman bu borada. Men shahidman shu narsaga. Haqiqatda Alloh taoloning va'dasi haq. Demak, bu tarafdan muammoim bo'lmagan. Haqiqatan shu universitetni bitirganman. Undan tashqari ham ilmiy yo'nalishlarga, ba'zi narsalarga hatto hozir ham qiziqaman. Bu yoqdagi o'sha islom universitetida o'qiyotgan davrda ham yoki Toshkent universitetida o'qiyotgan davrda ham hokazo muammolar bo'lmagan. Bu mavzuda umuman muammo bo'lmagan, alhamdulillah. Ish yurishmaslik mavzusida hatto bir narsani aytishim mumkinki, o'sha xalqaro tashkilotlardan biriga ishga chaqirishgan. Universitetda yaxshi o'qiganman, alhamdulillah. Shu borada menda shunday imkoniyat bor edi. O'shani qabul qilishlik, oylikni ham yaxshi oylik taklif qilishgan o'sha vaqtlar nisbati bo'yicha falon $1000 beramiz deyishgan, safarlar bilan va hokazo. Lekin menga o'sha narigi tarafga qarab intilish kuchli bo'lganidan o'sha taklifni qabul qilmasdan yo'q safar qilganman. Shunda atrofimdagilar hayron qolishgan edi. Shunday aytishdi, "Jin nima deb shunaqa deyiladi-yu o'zi." Yo'q, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, buni nimaga eslatding desangiz, shu kunimizda botil ahli haq ahlini yo'lini to'slik uchun, Allohning nuri, da'vati, kalomi insonlarning qalbiga kirib borishlikni to'sish uchun ham bular Yahudiyning odami, buni Amerika sponsori, bu odamlarni eshitish kerak emas deb turib har xil bo'xton aytib o'rgani uchun ham bu narsani eslatdimki, shu
nochorlikdan ishingiz yurishmay qolganidan bu narsaga yo'l qo'yilmaydi. Kim misol uchun men deyarli umrimni yarmi Yevropada o'qiganman, universitet, hozir ham universitet misol uchun bu yil bitiruvchi bo'lsam, qaysi farzand ota-onasi ichki ishlar tarafidan olib kelinib haqoratlanishga chidab turadi? Qaysi odam o'zini vatanidan uzoqda yashashga, o'zini do'stlaridan, qarindoshlaridan, ota-onasidan uzoqda yashashga rozi bo'ladi? Pul uchun qiladimi shu odam? Qaysi odam qidiruvga tushishga rozi bo'ladi? Bemalol shahar kezib yursa bo'lardi. Misol uchun odamlar Yevropaga kelolmay o'ladi misol uchun. Men Yevropa dunyoni istagan yeriga uchib yura oladigan odam bo'lib, hozir misol uchun qidiruvdagi insonman, haqiqatan men Yevropadan chiqib keta olmayman. Chiqib ketdimmi? Ketdim, shu O'zbekistonga beriladi. Aytmoqchi bo'lgan narsam Alloh musta'an, biz bu narsani Alloh roziligi uchun qadam qo'yilgan va bu yo'l, bu boylik, bu tijorat, bu jon va ota-ona jannatning evaziga Allohga sotilgan desa, Alloh alam inshaalloh to'g'ri bo'lsa kerak. Alloh taolo sizni ishingizni oson qilsin, birodar. Bu siz yolg'iz emassiz bu muammolarda. Kimki da'vat ahli bo'ldim desa, albatta sinaladi. Bunaqa bo'lmasligini iloji yo'q. Men sizga bir oyatni keltiraman. Alloh taolo aytadiki, siz aytgan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlarga bir narsani nasihat qilaman. Bittadan yoki ikkitadan bo'linglarda, keyin izlaninglar. Nimani izlanish kerak bo'ladi? Va ma bi sohibikum min jinnat keladi oyatda. Ya'ni sizlarni sohibingiz, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam jinlangan emas deb keladi. Bu nima degani? Sizlarni jinlangan emas, jinni emas degani jinni emas bular degani. Shuncha ne'matlarni tashlab chiqib ketayotgan ekan, bu jinnilik uchun qilmayapti uni. Sizlarga chaqirayotgan narsasi jinnilikni ajrash emas deyapti. Ketidan bu narsa faqatgina o'sha og'ir azobdan oldingi ogohlantiruvchi ekanligini bayon qilgan. Odamlarga Alloh taolo tanbeh berib aytadiki, sizlarni og'ir azobdan ogohlantirish jinnilik emas deyapti. Agar bandalarga haqni yetkazarkansiz, uni orqasida turgan dunyodagi xorlik va davomiy alamli azob haqida gapirarkansiz, siz jinniligingizdan bo'lmaydi bu. Agar sizni shunda kimdir jinnilikda ayblayotgan ekan, eslangki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ham jinnilikda ayblashgan. Kelganida nimalar deyishmagan. Va bizni oyat, sizga aytgan oyatimni davomida o'shani hozirgi kunda illat qilayotgan savolga ham javob berib ketadi Alloh taolo. Buni biz emas, Alloh taolo aytgan. U aytadiki, qul ma sa'altukum min ajr. Aytgan, masaladan pul so'rayapmanmi degan deydi. Ya'ni ajr so'rayapmanmi degan deydi. Hozir gap borku, ularga pul keladi deydi. G'alati gaplarni gapirishadi-yu. O'zi aslida demak haq ahlining bitta odati bo'lar ekanda, odamlardan da'vatga pul so'ramas ekan. Ya'ni siz da'vat qilishingiz uchun sizni minbarga chiqarish shart emas ekan, sizga mikrofon berish shart emas ekan, sizni mansab berib falonchi aka, falonchi doktor, falonchi shayx deb e'lon qilish shart emas ekan. Siz da'vat qilishligingiz uchun Robbingizdan bo'lgan tavfiqni o'zi yetar ekan. Ya'ni qaraylik, mana hamma o'sha eshitayotganlar umuman qaraylik. Agar bizni da'vat qilayotgan odam bizdan hech narsa so'ramayotgan bo'lsa, demak uni shunga qiziqtirayotgan boshqa narsa bor. Odamlar g'olibi pulga qiziqadimi? Nimadir moddiy narsa evaziga qiladi. Masalan, oylik olib ishlaydi, hech kimni ko'rmaysizki, men mazza qilganim uchun ishlayapman demaydi. Hamma aytadiki, mazza qilsa ham o'sha ishida yo'q oyligini ber deydi. Kamaytirib qo'ysa janjallashadi u bilan. Nimaga? Chunki odam shunday tabiatda yaratilgan. Muavazo deyiladi. Ya'ni evaz tabiat, evaz talab qiluvchi tabiatda yaratilgan. Har qanday, masalan, muhabbatda ham evaz talab qiladi odam. Sof yaxshi ko'rayotganda ham agar behurmat qilsa, yaxshi ko'rishi davomli bo'lmaydi, yomon ko'rib qoladi. Shunday ekan, illo da'vatchilarni Alloh taolo shu bilan mukofotlagan. Endi ularning evazi yo'qmi? Yo'q, evazi bor, faqat odamlardan emas. Agar shundan xulosa qilamiz, odamlardan evaz so'ramayotgan ekanmi da'vatchi, demak u Robbisidan kutayotgan ekan. Bunga e'tibor qilish kerak. Alloh taolo o'ylab ko'ringlar, bitta turib o'ylash kerak-da, odam izlanish kerak. Nimaga bu hech kim so'ramasa ham, buni orqasidan bir dunyo bu melisa quvlasa ham, vatanidan quvlab chiqarilgan bo'lsa, kelsa qamalsa yoki uydagilarini tinch qo'ymasa, uydagilarini haydasa, molini tortib olsa ham, nima kerak ekan bunga o'ylab ko'rish kerak bu odam. O'sha o'ylab ko'rsa, demak buni shuncha xavf evaziga oladigan Robbisidan ajriga ulkan muhabbati bor ekanda deydi. Endi shuni aksi qanaqa bo'ladi desangiz, kimki Robbisini so'zlariga zulm aralashtirayotgan bo'lsa, ya'ni o'zidan bo'lgan, unga buyurilgan narsalarni, ya'ni botilni haqqa aralashtirib ko'rsatayotgan bo'lsa, tekinga qilmayotgan ekanda ishini. Uning uchun nimalardir berilayotgan ekan, oylik olayotgan ekan, shu uchun unvon berilayotgan ekan, shu uchun mansablanayotgan ekan va hokazo. Insofli odam insof qilish kerak. Bu kim nima desa ishonavermaydi-ku. Alloh taolo shunga aytgan. Bitta o'zingiz bo'lib yoki ikkitadan bo'lib izlanib ko'ring, to'xtangda,
o'ylab ko'ring, bunga nima kerak ekan deb o'ylab ko'ring deysizda. Yaqinda Fazliddin akani qamab yuborishdi. Alloh najot bersin u kishiga, Turkiyada edilar. Shunda ba'zi odamlar o'zi aybdorda, o'zi nima kerak edi shu, tilab oldi degan gaplarni gapirishibdi-da. Endi subhanalloh, endi hayron bo'lasizda, bir odam sizni umuman tanimasa, masalan tanimayman men, hech kimni tanimayman, lekin tanimagan odamimni dunyo va oxiratida yaxshiligini xohlab u uchun gapirsam, masalan Fazliddinga bir gaz haqida gapirgan ekanlar, ancha gaplar bor ekan, yaxshi tarqagan ekan. O'zi o'tirgan joyda gaz muammosi yo'q menimcha Turkiyada. Undan muammo bo'lmasa kerak, ancha rivojlangan joy. Endi shu odam nimaga gapirdi unda agar o'zida bo'lmasa shu muammo? Demak, Robbisining huzurida shunga ajr umid qilar ekanda. Demak, o'zi qilish kerak bo'lgan ishni xolis qilgan ekanda, foydasi bo'lmasdan turib gapirgan ekan. O'sha foyda ko'rayotganlar tosh o'tmasa bo'lardi endi. Odamlarga nasihat, qarshi kurashuvchi qo'li qonga botgan bo'lmadingmi? Alloh taolo seni shundan saqladimi? Endi tilingni uni obro'siga botiruvchi ham bo'lmagin. Hech narsa bilan yordam bera olmayapsanmi? Unga qarshi kurashuvchi ham bo'lmagin. Chunki Alloh taolo da'vatiga qarshi ko'tarilgan hamma qo'llarni sindirgan, hamma tillarini kesgan, hamma boshlarini majaqlagan. Bu tarixdan ko'rilib kelayotgan narsa. Shundan haq ahliga yordamchi bo'lish dunyodagi eng sharafli ish. Yasin rojuli, Yasin kishisi degan bir voqea bor. Yasin surasida keladi. Bunda bir qavmga ikkita payg'ambar jo'natiladi. Alloh taolo ta'azzazna bi salisida. Biz ularni uchinchisi bilan quvvatladik dedi. 3 ta payg'ambar kelgan. Antioxiya deyiladigan joy deyiladi. O'sha kelib da'vat qilishganida da'vatini qabul qilishmagan. Shunda bir duradgor kishi bo'ladi. Shaharning chekkasida bo'ladi. Kuniga 3 dirham pul topib, bir dirhamini oilasiga, bir dirhamini sadaqaga, bir dirhamini o'zini ishiga, ya'ni abarut deydi, rasul mal, o'shanga sarflar ekanlar. O'sha kishi eshitib yugurib keladilar, shoshib. Yasa deydi Alloh taolo ta'riflab, shoshilib keldi deydi ularning oldiga. Kelganda aytgan gapi ya qavmi tabi'ul mursalin bo'ladi. Ey qavmim, elchilarga ergashinglar deydi. O'zi undan oldin bular sizlardan biror narsa so'rayaptimi deb so'raydi. Yo'q, so'ramayapti desa ergashingsizlar bunda deydi. Sen nima shularga iymon keltirganmisizlar? Albatta, agar iymon keltirmasam zolimlardan bo'laman-ku deydi. Da'vatga qo'shiladimi? Nima qiladi? Bularning ham kuchi shunga yetadi. Hammasi o'rtaga olib, shunaqa bir urushadi, savalashadi, ustiga chiqib, qornining ustiga chiqib rosa sakrashadi. O'ldirib qo'yishadi. Hatto shunday o'ldirishadiki, deydi, orqasidan ichaklari chiqib ketadi. Shu kishi o'lishi bilan qiyiladi xulil jannat deyiladi. Jannatga kir deyiladi. Nabiylar zikr qilinmaydi, o'sha odam zikr qilinadi. Qiyiladi xulil jannat. Keyin u aytadiki, qala ya layta qawmi ya'lamun. Ey qavmim qaniydi ya Robb shuni bir bilsa edi deydi. Bu undagi bor yaxshilikni bir ulkanligidan-da, hatto o'ldirib yuborgan qavmni ham qaniydi shuni ko'rsa hozir hidoyat keltirib va iymon keltirib yaxshilikka erisharmidi deb odamlarga yaxshilikni ilinardi. Va bu narsa Alloh taolo o'sha bitta odam uchun butun qavmni halok qilib yuborganida ko'rinadi. Alloh huzurida ham qadrlayotgan bu hislat. Keyingi betdagi oyatda qarasangiz, biz o'zimiz ham tushmadik, bir armiyaga ham jo'natmadik deydi. Bir qichqiriq bo'ldi, hammasi halok bo'lib ketdi deydi. Alloh taolo birgina kishi uchun qasos oldi. Iymon ahlini, da'vatchilarini o'sha hislati bor. Odamlar uchun yaxshilikni xohlashadi. Butun bir ummatni, umuman insonlarning hammasi hidoyatda bo'lishligi ular uchun eng yaxshi ko'rgan narsasi. Xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bo'lgani kabi. Ular ham ko'p da'vat qilib odamlar iymonga kelsa xafa bo'lib qolardilar. Shunda Alloh taolo qayta salli berardi. Nima endi sen o'zingni halok qilarasanmi, endi bular hidoyat kelmayapti deb, iymon keltirishga majburlaysanmi odamlarni deb qayta aytgan. Shu ko'rinadi, demak, haq ahlining hislati shunday bo'lar ekan. Alloh taolodan so'raymiz bizni ham shundaylardan qilishni. Albatta endi bu ulkan daraja yetkazsin Alloh taolo bizni ham. O'zingiz da'vatga kirishingiz qanaqa bo'lgan? Hayotim nima edi? Kino deydi-ku. Subhanalloh. Da'vatga kirishni men kutmaganman to'g'risi. Allohni bizani shu asirlikdagi opa-singillarimiz bo'lgan. Qo'l rojidagi opa-singillar bo'lgan. O'shalarga iloji boricha yordam qilishga harakat qilardim. Keyin kunlarning bir kunida, ya'ni men shularga yordam berganligim sababli qo'lga olindim va bir muncha vaqt shu Yevropa zindonida bo'ldim. U yerda faqat strogiy rejimda bo'lib qoldim. Nimaga desa, endi u terrorchilarning oilasi deyshadi. O'shalarga pul jo'natding, finansировать qilding deb turib. Lekin Allohga hamd bo'lsin, Alloh olib chiqib keldi u joylardan. Ajib holat hayotim vaqt kelsa inshaalloh bu narsalar haqida bafurcha aytib beriladi. Chunki hamma bo'ldi, bu bola ketdi uje, chiqmaydi endi. Chunki advokat kirib kelishi bilan aytganki, sen lipstit umrbod beradi senga deyshganda. Lekin Alloh o'z ishida g'olib bo'lgan, alhamdulillah. O'sha yerda faqat
prokuror bitta dona kitobga ruxsat bergan. Birinchisi 3 asos degan kitobga advokatimga aytganman, mana shu kitobni olib kelib bergan deganman. Arvoh haykal maxtumni olib kelib bergan deganman. Keyin shu narsani olib kelgan, shu kitobni o'qiganman. Arvoh haykal maxtumni adashmasam 7 marta yoki 9 marta o'qiydigan narsa hech narsa yo'q, hech vaqo yo'q xonada. Faqat yotadigan joyingiz bor, kitobingiz bor, bo'ldi. Shuni o'qib keyin Alloh najot bergandan keyin chiqsam, hammani tilida bir saroy mullasi, hammani go'yoki mot qilib qo'yadi, u o'qib qo'yadi, bu o'qib qoladi. Qarasam bir tanish, bu tanishi haligi yurdi. Og'zidan chiqayotgan gapni eshitolmay Rasulullohga tuhmat. Ha, desa o'zini yurtboshini himoya qilish maqsadida Rasululloh uni kechirib yuborganlar, Abu Muayyidni kechirib yuborganlar, bundoq qilib yuborganlar, Rasulullohga man kadiba alayhi mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim meni nomimdan yolg'on gapirsa, joyini jahannamdan tayyorlasan. Qarshisiga chiqib, bu kitobda mana bu yozilgan, Buxoriyda bunaqa yozilgan deb turib, Robbimni diniga xiyonat qilayotgan odamdan qizg'anib suhbatlashishga kirishganman. O'sha vaqtda biror narsani Robbim izzatiga qasam biror narsani ko'zlamaganman. Shunchaki o'sha birinchi chiqqanim Toshkent City bo'lib chiqardim. Keyin bir ism qo'yib, Ibrohim alayhisalom bu butlarni bitta sindirganlar. Mana bu demokratiya degan tuzumni butdi va uni sallali yoki pagolli ishchilarini Allohning izniyle bu butchalarni Alloh meni qo'lim bilan parchalasin deb Robbimga duo qilib, Robbimni dinini qizg'anganimda ular bilan gaplashishni boshlagan. Ochiq men yahudiyman, nasroniyman, men butparastman deb turgan odamni ham kofir deb bo'lmaydi degan imomlarga qanaqasiga bir aytishingiz mumkin-da, sen nima uchun yopishib olgansan bu imomlarga desangiz, men hozir shu narsaga javob berib ketmoqchimanki, men konduktorga yopishib olganim yo'q yoki ko'chada oddiy yo'lda ketayotgan odamga borib yopishib olganim yo'q. Men yillardirki Islom universitetini bitirib, ma'hadlarni bitirib, chiqib Alloh omonat qilib bergan joy, minbar, Rasulullohdan meros qolgan joyda odamlar siz ulamosiz, Rasulullohning merosxo'risiz degan odam chiqib, biz kofirlar, Alloh va Rasuli kofir deb turgan odam chiqib, yo'q biz ularni kofir deyolmaymiz, kechqurun namoz o'qiyotgan bo'lishi mumkin deb turib, xalqni uxlatayotgan odamlarga qarshi men gapiryapman. Ular bilishi kerak bo'lgan narsa ustidan va Robbimni diniga qilayotgan xiyonatidan men ularga chiqib ular bilan gaplashgan. Nimaga? Allohning diniga xiyonat qilsa. Mana shu narsa meni hadafim bo'lgan. Alloh o'z-o'zidan bu narsani keyin yanada bu narsani kuchaytirishlikni lozim topdim. Allohga suyanib, inshaalloh Robbimdan umidim shu, Robbim o'zini yo'lida bizani ishlatsin. Biz bunga muhtojmiz vallohi. Endi bu yo'lga chiqildimi, qaytish yo'q. Illoki yo Robbimizni kuldirib inshaalloh shahid bo'lamiz yoki yer yuziga Allohning qonuni bo'lgan Qur'onni hokim qilamiz. Alloh muvaffaq qilsin. Alloh muvaffaq qilsin. Endi o'sha savol maqsadingiz nima deb ko'pchilik sizdan ham so'rashsa kerak, baribir buni qisqa qilib tushuntirdingiz hozir. O'zi umuman musulmonning maqsadi albatta Robbisining roziligini topishlik bo'ladi. Rozilik umumiy ma'nodagi so'z. Endi bunga kimdir aytganingizdek jang maydonlari orqali boradi, kimdir da'vat maydonlari orqali boradi, kimdir ibodat va zuhd eshigidan boradi. Endi kim o'zi nimaga qodir qilingan bo'lsa, o'shanga muvaffaq qilinadi. Lekin himmatlarni tushirib olmaslik kerak. Aytganingizdek haqiqatda shunday. Va mana xiyonat dedingiz-ku. Odamlarga xiyonat haqida gapirsangiz, xiyonat nima desangiz, birinchi o'zbeklarda ko'ziga keladigan narsa xotinlar keladi-da. Alloh a'lam shunaqa, ya'ni xiyonatchi yo eri yo xotini xiyonat qilgan bo'ladi. Shundan ham bilinadiki, xiyonatning ta'rifida ham demak oilaga bog'liq yoki maishiy hayotga bog'liq narsani tushunadi. To'g'ri, bu ham xiyonat. O'zi aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan mashhur hadis endi o'sha bu nifoqning xislatlari, ya'ni sifatlari sifatida sanalgan. O'shalardan bittasi ida tumina xona, agar unga bir omonat ishonilsa xiyonat qiladi deganlar. Lekin bu xiyonat umumiy xiyonat. Ya'ni faqat bu xotindan eriga, erdan xotiniga bo'ladigan xiyonat emas. To'g'ri bu ham. Lekin olimlarning oxirida sanashadi o'zi aslida. Ya'ni birinchi ahdlarga xiyonat qilingan desa, undan ham avvalida esa Robbisiga bo'lgan ahdiga xiyonat qilishligi turadi. Ya'ni alastu bi robbikum, Alloh taolo so'ragan, "Maslar robbinglar emasman?" degan. Qalu bala, ya Robbimiz, aksincha albatta sen bizning Robbimizsan deb hamma aytgan buni. Va umuman dunyoga kelayotganimizda ham hammamiz fitratda tug'ilamiz va o'sha fitratdagi tug'ilgan bolaga boshlab o'sha zulm qilib uni o'zini e'tiqodiga burishlik va umuman keyingi hayotida ham haqqa bo'lgan doimiy xiyonatlarni podshohi desak bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan xulosa shuki, odamlarni xalqqa qilayotgan eng katta xiyonati ularga dinini yashirayotganligidir.
Buni Alloh taolo qayta yahudiylar, nasroniylar misolida bizga aytgan. Ya'ni sizlarga kitob berilgandan keyin haqni orqaga otdinglar. Ya'ni foydalarni ko'zladinglarda Allohning kalomini arzon bahoga sotdinglar. Va odamlarga haqni bekitdinglar. Hozirgi holatga qarasangiz ham siz aytayotgan narsalar barchasi shunga tushadi. Ya'ni o'zi xiyonatkor, subhanalloh, odamlar orasida yomon ko'rilgan odam bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoda ham unga nafratni bitadi, qiyomat haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ular hozir shunday bir dinni tushuntirishadiki, hamma narsa mumkin u dinda. Alloh taolo faqat kechirim sifatlariga ega. Alloh taolo jazolamaydi bandalarni. Sen bilan meni kechirmasa kimni kechiradi deydi. Hamma narsa mumkin. Nima qilsa Xudo kechirsin deb qo'ysangiz bo'ldi orqasidan. Nima qilsangiz ham oxirida ota-onaning duosini olib qo'ysangiz, hamma ish bitib ketadigan deydi. Bir ajoyib va g'aroyib. Qarasangiz, ichida umuman sizni azobga ro'para qiluvchi hech narsa yo'q. Lekin gap shundaki, asl din bo'lmasda, bizga kelgan risolat bo'lmasda, biz dinni kimdan o'rganamiz? Dinni bizga keltirgan zotdan o'rganamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. U kishini esa sahobalar qanday ergashishni ko'rsatib berishgan. Ular birinchi qiladiganlari nima bo'lgan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir xalqqa bir kishini jo'natsalar, xoh da'vatga, xoh g'azotga bo'lsin. Nima deganlar? Masalan, Muaz roziyallohu anhu Yamanga yo'l borayotganlarida avvalgi chaqirgan narsa la ilaha illalloh bo'lsin deganlar. Ya'ni xalqni birinchi chaqirish kerak bo'lgan narsasi la ilaha illalloh ekan. Ya'ni iymondan boshlash kerak ekan ishni. Endi hozir shunday davrga keldikki, siz la ilaha illallohga chaqirsiz, terroristsiz. Eng qizig'i shu, odamlarga mana namozimni o'qiyman deydi. Sizga raddiyani qarang. Mana namozimni o'qiyman-ku. Bu xuddi bir odamga bir yangi mashina olgan, motori yo'q-ku mashinangni. Bu yurmaydi bu, siz baloni bor-ku. Nimaga gapiryapsan deganga o'xshaydi. Eshigi bor-ku, mana ruli ham bor. Nimaga e'tiroz qilyapsan? Sen noshukur banda ekansan deganga o'xshaydi. Yo, buni motori yo'q, bu yurmaydi baribir. Sen xohlayotgan harakatni qilmaydi bu. Doim shuni xizmatini qilasan, ustini artasan, yuvasan, lekin seni xizmatingni qilmaydi, yurmaysan bunda deb tushuntira olmaysiz. Mashinani borligini o'zi yurmasa ham rozi qilib qo'ygan. Tashqaridan marafet deydi-yu, xuddi shunaqa ya'ni. Biz gapirayotgan so'z esa payg'ambarlar unga chaqirgan so'z. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 13 yil faqat la ilaha illalloh da'vat qilganlar. Na namoz bo'lgan, na zakot bo'lgan. Hammasi to'liq shariat qilinmagan holatda bo'lgan. Ya'ni namoz bo'lgan, masalan, bomdod vaqtida namoz bo'lganliklari aytiladi, lekin 5 mahal masbut namoz bo'lmagan. U o'sha hijratdan sal oldin farz qilingan. Va hokazo bularning hammasiga qarasangiz 13 yil faqat shunga vaqt sarflaganlar. Undan keyingi 10 yil esa dinni qolgan hamma shar'iy hukmlarini Alloh taolo tushirib bergan. Alloh xohlasa o'shani 1 yilda ham tushirib berardi, lekin unday qilmadi. Masalan, o'sha aqida masalasidagi so'zlarni ham, oyatlarni ham buni odamlarga u bilan yashab o'rganishlari va ko'rsatishlari uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni tarbiyalashliklari uchun shunchalik uzoq vaqt bo'ldi va shuni o'ziga alohida shuncha vaqt ajratilgani eng muhim narsa ekanligini bildiradi. Da'vatning mazmuni shu. Payg'ambarga merosxo'r bo'lishning mazmuni shu. Agar kishilar haqni da'vo qilsa-yu, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqirgan narsadan boshqa narsaga chaqirsa, bu xiyonatdir. Mana shu xiyonat deyiladi. Va eng asosiy xiyonat ham shu. Shuning uchun ham bugun dindan gapirsak, bolalarimiz bizni tushunmayapti. Qiyin gaplarni gapiryapti deydi. O'zi musulmon kishi bilishi lozim bo'lgan narsalar. Bittasiga aqidadan dars qilish kerak desam, nimaga faqat aqida deb yurasizlar deydi. Nima deydi dedim. Fiqh o'rganaylik deydi. Xo'p, fiqh o'rganishdan oldin aqidani o'rganishlik kerak. Chunki fiqh aqidasi sog'lom odamga manfaat beradi-da. Botil aqidada bo'lsang, sen o'zing qilayotgan ibodatni Robbingga taqdim qilishingdan foyda yo'q. Botil narsani umuman qabul qilmaydi sendan. Sen u to'g'ri qabul qilishni o'rganishing kerak-ku. Undan keyin qilgan ibodating senga, ya'ni kichkina hukmlar senga foyda beradi. Desangiz, aksariyat shuni tushunmaydi. Lekin bundan noumid bo'lmaymiz, chunki bizdan oldingilar noumid bo'lmagan. Biz ham noumid bo'lmaymiz. Va ba'zilar aytadi, ta'qib qilinsizchi deydi. Mana sizda ham bu narsa juda bir sizdan o'rganadigan o'zi. Shu haqda gapirsangiz. Subhanalloh. Ta'qib qilinish haqida. Siz ham kam bo'lmasangiz kerak deydi. Hozir ajib holat. Ta'qib qilinmaganmi rasullar misol uchun? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'qib qilinmadilarmi? Kim Rasulullohni va yonidagi birodarini tutsa, ikkisini to'yib beramiz demadimi Makka mushriklar? Hozir kunimizga solishtiramiz. Kim buni qayerdaligi haqida ma'lumot bersa, $10,000 beramiz. Yoki bir insonni Interpolga berish uchun $74,000 davlat hisobidan Interpol hisobiga pul o'tkazish kerak. Misol uchun mana men Interpolda bo'lsam, beradi $74,000 hukumat Interpol hukumatiga, Amerikaga to'laydi. Mana shu odamni topib bergan. Bu ta'qib
Bu Rasulullohga sunnat emasmi bu? Rasullarning sunnati emasmi? Va hamda bu rasullarning sunnatidan ekanki, alhamdulillah, haligi kofir bo'lgan va qolallazina kafaru, kofir bo'lganlar aytishdiki, la nukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina. O'zlariga rasul bo'lib kelgan odamlarga va ular bilan birga bo'lganlarga aytishdiki, yoki bu sallam da'vatlaring bizga jonimizga tegib ketdi. Aqida, tavhid, tog'ut deshing joyimga tegdi. Yo bizning yurtimizdan chiqasan, yoki bizni kabi demokrat bo'lasan. Yoki biz qaysi dinga, bizning yurtboshlarimiz qaysi dinga rozi bo'lsa, o'sha bo'yicha yashaysan dedi. Bu rasullarning sunnati. Buni Alloh o'zining kalomida Ibrohim surasida mana bayon qilib qo'ygan. Taqib bu rasullarning sunnati, alhamdulillah. Alloh hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham panoh so'raganlar asirlikdan va faqirlikdan. Alloh bularni qo'liga asir qilmasin. Chunki buni ortida yana ba'zi narsalarni aytmoqchimanki, chunki mana bizni yurt minbarda imomlar aytadi. Bizning yurtimizni 95% musulmon. Tamom, kelishdik. Sizning yurtingiz 95% musulmon. Men asli kofir bo'lgan, ateist bo'lgan davlatda zindonda o'tirganimda eshigini taqillatadi. Iftoringga 10 minut qoldi. Issiq suv olib kelib beraymi, kofe ichasanmi? Shunaqa. Soqolimga hech kim tegmaydi. Ibodatimga hech kim tegmaydi. Bo'lsa strogi rejimdaman. Hech kim bilan ko'rishmayman, gaplashmayman, quyosh ko'rmayman. Lekin keladi, iftor bomdodga saharlikka uyg'otingmi deydi. Mana bu men endi o't o'lan yeyman deganman, vegetarianman. Chunki u yo'q go'shtga anaqa yo'q, shubha bor. Shuning uchun yo'q, shunaqa deyilsa, qarang, asli kofir bo'lgan, ateist bo'lgan, islomni dushmani bo'lgan, misol uchun Fransiya davlati sizni iftoringiz, ibodatingiz birinchi kun qamalishim bilan olib kelib qo'limga Qur'on beradi. Qaysi dindasan? Islomdanmisan? Men Qur'on senga. Xonangizda bitta Qur'on turadi. Endi 95% musulmon davlatda nima bo'lyapti desa, roza tuttirmaydi. Roza tutsa kirib, misol uchun nechta odam qamalib chiqyapti O'zbekistonda. Nechta men tanishlarim qamoqda. Ha desa, nechtasi qamalib chiqdi desa, ertalab turib soat 7 da 8 da kirib hammasiga suv ichtirib chiqadi. Qur'on beradi desa, qo'lingni urib sindirib tashlaydi Qur'on bersa dedi. Mumkin emas dedi. Roza tuttirmaydi. Soch soqolini, chunki mana bu soqol bor-ku, bizning yuzimizdagi soqollar bu erkak kishini bir haybatini oshiradigan narsa-da. Lekin mana shu haybat nimaligini biz yurtimizda halol yozib tashalgan. Jamoat joyida namoz o'qish mumkin emas. Namozga qarshilik, hijob yo'q, soqol yo'q. Bizning Uyg'urlardan nima farqimiz bor hozir? Biz Uyg'urlarni gapiramiz, birodarlarimizga qiyin bo'lib ketdi. Birodarlarimiz haqqiga duo qilaylik. Xitoyliklar birodarlarimizga kun bermayapti. Xitoyliklarning o'zbek varianti bizga kun bermayapti aslida. Bizning Xitoyda nima farqimiz bor? Bizning Uyg'urlar bilan nima farqimiz bor? Bizda ham niqobga ruxsat yo'q, soqoliga ruxsat yo'q. Istagan da'vatingizni eshita olmaysiz, la ilaha illalloh deya olmaysiz. Qaysi ma'noda? Tavhidingizni ochiq qila olmaysiz. Bundan ancha vaqt oldin Alloh najot bersin, Abu Muhammad al-Kosoniy degan ahli ilm borlar. Men Yevropa endi o'sha mana shu hidoyatlangan vaqtimda aytardilarki, uka kelmaysizmi biz taraflarga dedilar. Nima qilaman men Yevropada bemalol soqolimni chiqib turib bemalol la ilaha illalloh Allohu akbar deb baqira olaman. Sen chiqib bir tavhidingni e'lon qilginchi, tog'otlardan bari ekanligini e'lon qilginchi, keyin sen bilan gaplashaman degan edilar o'shanda. Oradan yillar o'tib, endi bu narsani haqiqatini kunimizda ko'ryapman-da. O'tgan Rozada, Nitsada, mana Fransiya Nitsa joyida Somalilarning masjidi bor. Shu masjidda ozgina 5-6 ta o'zbeklar bilan gapirsam, ichidagi bir xoin ovozim yozib turib, Fransiya istixborotiga topshirgan. Fransiya istixboroti meni chaqiryapti, sen demokratiyaga qarshimisan? Ha, tabiiy men qarshiman demokratiyaga. Men islom asosida yashashga roziman. To'g'ri, bu seni fikring, lekin men shu narsani bilmoqchi edim. Bo'ldi. Hattoki Fransiyada ko'rsatmoqchi bo'lgan asli kofir bo'lgan mana bu Fransiya sizga O'zbekistonchalik yoki o'zingizning yurtingizchalik zulm qilmaydi. Lekin sizni 95% musulmon bo'lgan davlatingizda ateistlardan battar zulm qiladi. Subhanalloh. O'zi qarang, ta'qib qilishsa-chi degan savol bor-ku. Bu savol o'zi ortiqcha deb bilaman. Nimaga? Chunki islomning yo'li shu-da. Islomning yo'li shu, la ilaha illallohning yo'li shu. O'zi da'vat qilgani uchun, tavhidda turganligi uchun Yahyo alayhisalomning boshini olishgan. Zakariya alayhisalomni ikkiga bo'lib olishgan, aralab tashlashgan. Shu sababdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning boshlariga dunyodagi eng ko'p pul tikilgan o'sha mahalla. Dunyoda eng qidirilgan odam bo'lganlar. Mana hozir boyaga aytganingizdek,
Shu sababdan Ahmad ibn Hanbal necha yil zindonda o'tirganlar. Shu sababdan hozirgi kunimizgacha kelayotgan qanchadan qancha solihlar bu yo'lda yo'q bo'lib ketdi. U hali u qiynaldi demayman, yo'q bo'lib ketdi. Mana qanchasini hozirgi kunimizda ham o'zi ko'rib turibmiz o'zi. Shu da'voni ko'tarib chiqqanlarning hammasi uchun va'da qilingan narsa. Shuning uchun ham sahobalarga bu va'da kelganda ularni qalblari buni qanaqa kutib oldi desangiz, qalblari emas, tillari bilan hada ma wa'adanallohu va rasuluhu deyishdi. Ya'ni shu narsa bizga Alloh va Rasuli va'da qilgan narsa edi. Sadaqallohu va rasuluhu va Alloh va Rasuli rost so'zlaydi deb borishdi. Mansab borishdi ya'ni. Qalblari iymonga to'ldi. Alloh taolo bizni ham shunday iymon bilan ne'matlasin. Bilingki, agar muammoingiz bo'lmasa, bir o'tirib iymonni hisob qilish kerak. Faraz qiling, oshxonadan, choyxonadan ortmayapsiz, zo'r musulmonsiz, masjidga ham chiqib qo'yasiz. Jumani ko'p qoldirmaysiz. To'g'rimi? Yuzda xotiningizga hijobni ham o'rab qo'ygansiz. Umuman muammoingiz yo'q, ishlaringiz yaxshi ketyapti. Hech kim sizga hech narsa demayaptimi? To'xtab o'ylab ko'radigan o'zi. Nimaga desa, endi o'zi bizni yaratilishimizni sababi la ilaha illalloh bo'lib va Alloh taolo har bir payg'ambariga albatta unga qarshi urushuvchi shaytonlarni ham yaratganmiz degan bo'lsa, qanday qilib siz bundan omonda qolasiz? Ya'ni payg'ambarlar omonda qolmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qarshi qo'shin to'planib kelib, necha marta jang qilib o'ldiramiz deb necha marta suiqasd qilishdi. Qanaqa qilib endi biz u zotdan yaxshiroq bo'ladik? Yo Alloh huzurida u zotdan balandmikin qadrimiz agar bizga hech narsa bo'lmay shunday ketaversak. Aytmoqchi emasman hammaga shunaqa bo'ladi deb, hammaga unaqa bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu haqda so'rashgan. Bu o'sha Sa'd ibn Abi Waqqosdan rivoyat qilinadigan hadisda keladi. Buni Imom Tirmiziyning sahihlarida kelgan, sunanlarida kelgan, ya'ni Imom Alboniy yaxshi hadis deganlar buni. Shunda so'raydilar, ya Rasululloh, odamlarni eng ko'p balolanadigani kim deb so'raydi. Shunda u kishi al-anbiya, payg'ambarlar javob beradilar. Keyinchi desa, keyin esa al-amsal fal-amsal, ya'ni o'shalarni mislicha deydi. Ya'ni bilingki, qanchalik rasullarga e'tiqodingizda o'xshasangiz, balolarda ham u zotlarga o'xshayverasiz. Bu o'zi qo'rqitish emas. Ana iymonga kelgan odam qo'rqib ketishi mumkin-da, shuncha narsa boshim keladi. Bu o'zi bashorat. Chunki qancha yashasangiz ham, xohlaganingizcha yashang, xohlagan joyda yashang, xohlaganingizda yashang, baribir o'lasizda. Alloh taolo aytgandek, fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sodiqin. Qodir bo'lsa o'lmagin dedi. Qo'lingdan keladimi? O'lma, bor eshikdan chiqarib yubor o'limni-da. Bu qonunlarga bo'ysunma dedi. Lekin unaqa bo'lmaydi. Albatta o'linadi-da. Shunaqa ekan, ularda yashab, ularda o'lishdan yaxshi narsa bormi bu dunyoda? Albatta undan yaxshi narsa yo'q. Shunaqa ekan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam imtihonlar iymonga qarab bo'lishligini xabarlarini beryaptilar. Kim dinida sobit tursa dedilar, bu narsani, ya'ni imtihonni ziyoda qiladi. Ishtadda balahu, ya'ni imtihoni ziyoda bo'lib ketaveradi. Va borib imtihon qilavergandan keyin bir dam tashab qo'yilmas ekanda, imtihon, balolar undan ketganda yer yuzida xatolarsiz, gunohlarsiz yuradigan bo'lib qolar. Davomli kelaverar ekan. Bu aytganimizdek sahih hadisda keladi bu. Demak, endi ba'zilar aytishi mumkin-da, Alloh taoloning do'stlari musulmonlar bo'lsa, mu'minlar do'stlari-da Alloh taolo, to'g'rimi? Shuni. Allohu valiyullazina amanu. Ya'ni Alloh taolo iymon keltirganlar do'stidir. Endi do'sti bo'lib turib shunchalik qiynaydimi deyish mumkin-da. Hasha lillah, ya'ni Alloh taologa bunday gumon qilishdan Allohdan panoh so'raymiz. Unaqa emas. Qarang. Hozir institutga kirishadi-yu. Institutga kirganda bosqichli imtihonlar borda. Boshida birinchi bosqichda yiqilgan bo'lsa bittasi, keyingi bosqichga o'tkazadimi uni? O'tkazmaydi. Birinchidan o'tganlarni keyingi bosqichga o'tkazadi, to'g'rimi? Boshida kofirlar iymon imtihonidan o'tolmagan. Boshida iymon keltirdiganda o'sha imtihondan o'tolmagan, nafsini taslim qila olmaganmi, bo'ldi, imtihondan yiqilgan. Keyingi imtihon nima qiladi uni endi? Bo'ldi, o'zi pishdi deydi o'zbeklar. Bo'ldi, uni ishi aniq bo'ldi. Boshidan o'zi yiqilib bo'ldi. Keyingi marhalaga, keyingi imtihonga mo'minlar o'tadi. Har bir darajada sinalaveradi. Institutda birinchi kursni bitiradi, imtihon topshiradi, orada semestr bo'ladi, hokazo. Har o'tganidan keyin o'tadi. Mo'min ham shunaqa. Darajalar u xoh iymon darajasi bo'lsin, mo'minlik darajasi, xoh ihson darajasi bo'lsin, undan keyingi darajalar bo'lsin. Masalan, o'zi ihsonning baland daraja Alloh taoloning ko'rib turganda ibodat qilishlik yoki o'sha ikkita darajaga bo'linadi. Ikkinchisi muroqaba. Bularning hammasi imtihon bilan bo'ladi. Imtihonsiz bo'lmaydi bular. Endi shu xabar berilsinki, kimki undan o'tsa, albatta yaxshilikka erishadi. Albatta yaxshilikka erishadi. Mo'minning hayoti imtihonlar ketidan imtihon o'tib, o'z qanaqa tugab qolganini ham bilmay qoladi o'zi. Alloh taolo sobit qilsin. Va hozirgi kunni muammolari haqida. Endi men o'zi to'g'risi darslaringizni yoki suhbatlaringizni ko'rmaganman, kam juda ham ko'rganman.
lekin sezdim, alhamdulillah, bir g'ayrat bilan, yoshlik shijoati bor edi. O'zi aytgandim bitta ko'rganimda, qarasam talash tortishayotgan ekansiz, erim deydigan bola ekan mashalloh deb aytgandim. O'zi rozi bo'lasiz. Endi shunaqa dedim bir birodarga. Xullas, davrimizni eng katta muammolariga yondashayotganda nimadan boshlash kerak bu da'vatni? Nimaga, qaysi marhalaga kelib, keyin boshqa nimaga o'tish kerak? Nima deysiz bu haqda? Ya'ni rejangiz bormi? Bu masalada kunimizdagi eng katta muammolardan esa insonlar Robbisini tanimasligi va o'zini ahli ilmman degan insonlar haqiqatdan rasullarni merosxo'ri bo'lgan holatda insonlarga rasullar avval nimani yetkazdi? Birinchi kelib namoz o'qinglar dedi. Yo'q. Zakot beringlar dedi. Yo'q. Ota-onaga yaxshilik qilinglar dedi. Yo'q. Avval bo'lib tavhid. Allohga, yolg'iz Allohga, ya qavmi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'q. Yoki boshqa oyatda biz rasullarni yubordik, illoki Allohgagina ibodat qilinglar, tog'utlardan chetlaninglar. Kunimizdagi eng og'ir holat, insonlar o'zini Robbisini tanimaydi. Shu sababdan boshi muammodan chiqmaydi. Shu sababdan muammolarga yechim topa olmaydi. Bu kunimizdagi eng og'ir holat va bu Robbimizga qilinayotgan xiyonat. Boya aytganingizdek, alastu bi robbikum qalu bala shahidna. Alloh sizlarni odamni sulbida ekansizlar, sizlarni chiqarib va'da oldi. Nima debdir? Men sizlarni oliy robbiylar emasmanmi? Ha, Robbimiz. Robb nimasi? Robbi yurobbi, ya'ni tarbiyalovchi. Bizani qonun qo'yuvchimiz, tarbiyalovchimiz, boshqaruvchimiz Alloh. Lekin bunga xiyonatchi desa, mana shu joyda odamlar to'kilishib boshlaydi. Kunimizdagi insonlar Robbisini tanimaydi, la ilaha illalloh deydi. Bu masalada hozir sizga o'zi, mana hozir siz bilan gaplashib, savollar ko'payib ketyapti. Zo'r masala. Endi nima deydi? Men sizdan kutib edim bunaqa masala haqida gaplashamiz deb. Endi mani tilimdan eshitgan hammani gapirish uslubi har xilda. Agar mani tilimdan insonlar tushunmayotgan bo'lsa, balki sizni tilingizdan tushunar degan maqsad sizga men endi savollarni berish boshlayman, pastirib davomanda. Ya'ni kunimizdagi insonlarning muammosi Robbisini tanimasligi. Garchi u la ilaha illalloh desa-da, garchi u namoz o'qisa-da, garchi u niqobda bo'lsa-da, garchi uni soqoli kinnagigacha bo'lsa-da, garchi u 155 marta umra bilan haj qilib kelgan bo'lsa-da, Robbisini tanimasligi, tavhidni bilmasligi uni oxiratda foyda bermaydigan narsasi. Kunimizdagi insonlarning asosiy muammosi tavhiddan yiroqligi deb bilaman. Siz nima deb bilasiz? Assalomu alaykum. Aynan shunaqa. Hozir o'zi bir misol bilan tushuntiraman buni. Qarang, bittasi yaqinda so'radi. Rob kim dedi? U bilish uchun so'radi. Asmo sifat haqida dars bormi? Shuni eshitmoqchi edim dedi. Rob haqida menga ta'rif qilib bering dedi. O'ylanasizda. O'zi Robbi aytganingizdek tarbiya qilish, o'stirish ma'nosi bor, lekin yana bir ma'nosi bor. Ziyoda qilish degani. Robbimiz shunday Robki, rahmatini musulmonlar tugul kofirlardan ham uzmaydi. Ya'ni ne'matlarini doimiy yetkazib turadi. Masalan, biz bugungacha berilgan ne'matda gunohimiz sababli to'xtab qolmaganmiz, ne'mat kelmay qolmagan, nafas olmay qolmaganmiz va hokazo. Agar inson Robbisini qudratini o'zida ko'rganida edi, iymondan boshqa yo'l yo'qligini tushungan bo'lardi. Odamlar so'rashadi, nimaga ibodat qilishim kerak? Alloh taolo ko'p o'rinda shunga javob bergan. Nima degan? O'zini odamlarni yaratganligini, ularni doimo rizq berib turishligini, o'sha olamlarni boshqarib turishligini, qiyomatda ularni yana qayta tiriltirishga qodir ekanligini odamlarga dalil qiladi-da, endi ibodat qilinglar deydi. Endi siz masalan ota bo'lsangiz, men ota bo'lsam, o'zimni farzandlarimizga bir narsani qo'rqmay buyuraveramiz-da. Nimaga qo'rqmay buyuraveramiz? O'tkazib qo'yganmiz-da. Bizdan qarz bordi ularning, to'g'rimi? Din so'zini ma'nolarida bittasi dayndan chiqqan deyiladi, qarzdan chiqqan deyiladi. Din itoat-ku. Qarzi bor odam itoatkor bo'lib qoladi-da. Birovga bir pasga berib qo'ying, aytganingizni yugurib qiladigan bo'lib qoladi. Nimaga u hech narsa so'ramasangiz ham qarzini his qilib qiladigan bo'ladi. Banda ham doim qarzini his qilib yurish kerak. Dindor deb qarzdor deb shunga aytiladi o'zi. Ana o'sha Rob o'ziga itoat, ibodat qilinishligini dalilini o'zini Robligiga bog'lagan. Seni yaratdimmi? Yaratdim. Sen yo'q eding. Sen odamlar undan hazar qiladigan bir suv eding boshida. Keyin esa nutfadan keyin alaq bo'ldi, keyin muzg'a bo'ldik, masalan bir tishlam go'sht bo'ldik va shakllandik har xil narsalardan. Ya'ni jarayonlardan o'tdik. Shuni kimni bir rioyasida o'tdik? O'zing o'tib oldingmi? Hozir o'zingni o'zing yaratdingmi sen? Yo boshqa narsadan yaraldingmi sen degan so'raganda, am xuliqu min g'ayri hada. Bu narsadan boshqa narsadan yaralgan bormi? Nutfadan. O'zini haqir boshlang'ich nuqtasidan boshqa bir aziz bo'lgan nuqtaga ko'cha oladigan bormi? Hech kim unaqa emas. Birortasi aytolmaydi. Agar bu odatdan chiqqanida edi, Alloh taoloni zikr qilgan bo'lardi. Odatdan chiqqanlar zikr qilingan. Odam alayhissalom ota-onasiz yaratilgan edi, to'g'rimi?
yoki Iso alayhissalom otasiz yaratilgan edi. Boshqa hech kim chiqmadi, hamma shundan yaratildi. Demak, shunaqa ekanmi? Bo'ldi, sani o'sha yo'qligingdan bor qilgan zot senga berdimi ne'matni, davomiy beryaptimi? Bo'ldi, endi ibodat qilgin deydi. Bu o'zi mantiqan olib qarasangiz noto'g'ri emas-da. Chunki ota-onalarga hozir shuncha boqqan farzandi aytganini qilsa olib qo'yardi. Olib qo'yardim degani bizdan uzib oladi-ku, o'zi haqqi yo'q bunga, lekin mayli, nima qilsa ham xullas, nima uchun desa, bu men bunga deydi, shuncha narsa yedirib ichirib qo'ysam-da, keyin bu men aytganimni qilmasa, menga qarshi chiqsa deydi. Bunaqa bola kerak emas, men bundan kechdim deyapti. Endi bir odam o'zini bolasiga chegaralangan miqdorda qilgan yaxshiligi uchun o'shani e'tirof qilmaganiga chidolmas ekan, butun boru yo'g'ini yaratgan zot Alloh taolo va hamma ne'matlar bilan uni o'rab turgan zot Robbisi nimaga haqli bo'lmasin uni ibodat qilishiga? Shunaqa tushuntirsak, balki odamlar yaxshiroq tushunar. Ya'ni u haqiqatda unga bo'ynida Robbisi unga berib qo'ygan ne'matlar yuki bor. Shuning uchun ko'p narsa so'ralmagan. Alloh taolo shakurligini ham aytgan. Oz duo qilsang ham ko'p ijobat qil. Oz ibodat qilsang 10 baravarini beraman degan Alloh taolo. Ya'ni 10 baravarini beradimi? Beradi. Oyatda kelgani kabi. 10 baravarini beradi har bir amalga. Va undan tashqari mu'minga mana oldimga kelganingda sani hisobing qilgan amallaringni eng yaxshisi bilan bo'ladi deydi. Eng yaxshisi bilan bo'ladi. Bu masalan ulkan tog'day amal qilgan bo'lsangiz, toshchalik amalingiz ham tog'day amal qatorida qabul qilinadi degan. Bularning hammasi Robbimiz tomonidan bizga berilgan ehson. Bularning hammasi Robbimiz tomonidan bizga berilgan rahmat, ne'mat. Va shularni nimaga endi ibodat qilmaslik kerak banda? Hozirgi eng asosiy ish hozirgi Robbilarini nurini odamlarga yetkazish kerak bo'lganlar, odamlar va Robbilar o'rtasida bulut bo'lib olishgan. To'siq bo'lib olishgan. Xuddi shuni. Odamlar pastdan qarab faqat bulutlarni ko'radi. Ular aytishadiki, Alloh taolo qatta desa, o'sha bulutlar o'zlari iloh deb bilganga ishora qilishadi. Aslida shundan qaytarilgan edi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Nasroniy va yahudiylarga Alloh taolo la'nati bo'lsin. Bular o'zlarini rohiblarini, ruhban deyiladi yoki ahborlarini, katta olimlarini iloh qilib olishdi dedilar. Shunda Adi ibn Hatim roziyallohu anhu aytadilar, u kishi oldin nasroniy bo'lganlar. Ya Rasululloh, biz ularga ibodat qilmasdik degan. Ya'ni u kishi hozir bizni xalq tushunadiganday tushungan. Nima degan? Ibodat qilish desa oldiga borib unga ruku qilish, unga sajda qilish va hokazolarni tushunishgan. Ya'ni unga borib duo qilish va hokazo. Ya'ni ibodat qilmasdik unga deyishgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ana to'g'ri ibodat qilmasdik dedilar. Va unaqa demadilar. Agar ular Alloh taolo halol degan narsani harom qilsa, masalan, ikkinchi xotinlikni harom uylanib bo'lmaydi desa, masalan, da'vatni bor falonchidan oldin ro'yxatdan o'tib kelganda tarqatmagin bo'lmasa yoki falonchini eshitmagin desa, Alloh taolo haqni eshitmaslikka buyurganmi? Alloh taolo haqni tarqatmaslikka buyurganmi? Quloqni tiqib olishga buyurganmi? Yaqinda bittasi so'rayapti. Sizni darslaringiz O'zbekistonda eshitgan bo'ladimi? Ruxsat berilganmi deydi. Endi borib o'zidan so'radim. O'zidan so'rash kerak edi. Keyin yana qalbi xotirjam bo'lmay yana so'ravdi. Keyin men aytdimki, Alloh taolo ruxsat berganlarni eshitish kerak. Alloh taolo birovdan ruxsat so'ramaydi. Alloh taolo la yusalu amma yaf'alu va hum yusalun. Alloh qilayotgan ish haqida so'ralmaydi, bandalar so'raladi dedi. Shundan so'ng eshitayotgan odamlaringni dedim, Robbiy ruxsat berilgan odamlarim bular va unaqa emasmi? Shunga qarayver, qolganini qo'yaver dedi. Ana xuddi shu o'rtadagi bulutlar, xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Alloh taolo halol qilganini harom qilishlik, harom qilganlarni esa halol qilishlik bilan shug'ullanib qolgandan keyin bu dinni asli bo'lgan tavhidni, bu dinni asli bo'lgan iymon masalasi o'zi tavhid masalasi deyiladi. Iymon deb nomlangan bu. Eng asosiy qismi shu bo'lganligi uchun iymon faqat tavhiddan iborat emas, lekin eng asosiy, eng katta qismi tavhid. Va uni buzuvchi narsalar. Odamlarga hozir tahoratni buzuvchi narsalar haqida so'rasangiz sanab berishadi sizga. Bavul qilishlik, kattasiga borishlik deydi, ayolni yaqinlik qilishlik deydi, qon chiqishi deydi va hokazo. O'zi faqihlar aytadiki, tahoratni buzuvchi 8 xil narsa bor o'zi deydi. Lekin iymonni buzuvchi 400 xil narsa bor deydi. Subhanalloh. Qarang, Iqno kitobida keltiriladi. 400 xilga yaqin sabab sanaladi iymondan chiqaruvchi. Endi bir odam iymonga kelgandan keyin albatta o'zini iymonni buzuvchi narsani o'rganish kerak emasmi? Tahoratga kelganda o'rganyapti-ku o'zi buzuvchi narsani, to'g'rimi? Qanday qilib uni o'rganmaydi deydi. Agar shuni o'rganganda edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga la'natlaganlarini tushunib qolgan bo'ladi. Bu qanaqa ekan bu deb qoladi. Ya'ni sizni chaqirayotgan odam bir narsaga ta'rif bersa, hech narsa bilmasangiz o'sha ta'rifga ishonasiz. Sizga ayting T harfi deylik. O'sha T harfini sizga to'g'ri deb tushuntirsa, siz bo'ldi, T harfi siz uchun to'g'ri bo'laveradi.
keyin kelamanda, ey bu qiyshiq bu, qara, tomini bu yoqqa burilgan. To'g'ri chiziq degani i harfiga o'xshagan to'g'ri bo'ladi desam, keyin menga qaraydi nima deydi? Sen vahobiy bo'lib qolibsan deydi. Shunaqa ham chuqur ketasanmi deydi. Mana to'g'ri deydi, sizga ta'ni ko'rsatadi. Bir umr hayotimiz ta'ni i qilishlik bilan o'tadi. Ya'ni hayot shunga ketib qoladi. Nimaga? Nima sababdan siz avvalgi bularni sulbi bo'sh paytida haqni tushuntira olmagan deganlar i'ni ta qilib tushuntirib qo'yadi. Faoliyat shu, maqsad shu. Bundan boshqa maqsadni bilmayman men. Endi bu yo'lda nima kelsa keladi endi. Nima deymiz endi? Hozir o'tiramiz. Magar masalan, xo'p, aytaylik. Jonlarni saqlash kerakmi? Saqlash kerak. Shariat 5 ta narsa bilan kelgan. Kishini dinini saqlashlik, jonini saqlashlik, nomusini saqlashlik, aqlini saqlashlik, molini saqlashlik. Endi bu tartib ba'zida o'zgaradi. Masalan, agar siz bir o'zingizga, faqat o'zingizga o'zingiz javobgar bo'lsangiz, o'rni kelganda hatto diningizdan ham, yo men dinimdan qaytdim deb turishingizga shariat ruxsat bergan. Bu ruxsat bu. Lekin endi shunday vaqtlar keladiki, qarasiz butun boshli jamoatlar sizga agar bog'liq bo'lib qolsa, xuddi Imom Ahmadga o'xshagan. Yo'q, endi buni aytishligimga durust bo'lmaydi va umuman boyaga aytganimizdek, qancha yashash emas, qanday yashash muhimroq. Agar to'g'ri yashasangiz, Alloh taolo sizni bir shunday hayotga muvaffaq qiladiki, ma'nosini boshqalarga gapirib tushuntirib bera olmaysiz uni. Mazasini aytib tugatib bo'lmaydi uni. Odamlar rasmda ovqatlarni ko'rsa, hamma o'zini xayolidagi mazani olib keladi. Zo'r bitta ovqatni ko'rsa, yeb ko'rmagansiz, ta'mini siz oldin yegan narsalaringizga ko'ra solishtirasiz-da. Agar ichida makaron bo'lsa, makaron bo'ladi, sir bo'lsa, sir bo'ladi deysa, iymonning lazzatini faqat iymon kirib ko'rgan qalblargina biladi. Shuning uchun bular tushunmaydi. Nimaga bular hadib ururar ekan o'zini? Shuning uchun buni mazasini bilmaydi-da. Bilganida edi, kelib bizga miltiq tirab o'shani olishga harakat qilib qolishadi. Allohga hamd bo'lsin shuni bildirganim. Shu o'rinda bir narsani ham aytmoqchiman. Ko'plab savol beriladi. Mana shu savolni sizga ham beraman. Bo'ldi, tavhid deysiz, insonni tavhidni bilish kerak deysiz. O'zingiz bildingiz, oilangizga o'rgatdingiz, bo'ldi, jimgina yurursiz bo'lmaydimi? Davlat ishiga aralashmasdan, odamlarning diniga aralashmasdan, tinchgina, jimgina yursangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, bildingiz o'zingiz uchun, o'zingizni jahannamdan ozod qilib oling, bo'ldi. Yurursiz. Deysiz, nima deb javob bergan bo'lasiz? Subhanalloh. Bu savol beriladi kunimizda. Bu aynan shaytonning savoli. Shayton shunaqa deb so'raydi. Ya'ni nafsizga ne'matlarni olib keladida, mana qara ne'matlarni. Sen o'zing isloh bo'lding. Sen isloh bo'lding, topding. Bo'ldi, mazza qilib yashayvermaysanmi deydi. Alloh taologa rozi bo'lmaydi-da, bandalariga faqat o'zini rozi qilib, faqat o'zini hayotinigina rozi bo'lib yashashlikka buyurmaydi-da. Bandalarni eng sharaflilari kim? Eng yaxshi banda kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va payg'ambarlari. Demak, biz bilamizki, berilishi mumkin bo'lgan eng ulkan ne'mat qaysi ekan? Nubuvvat ne'mati ekan. U nubuvvat nima degani u? Hayotini da'vat uchun tikish degani, da'vat uchun sarflash degani. Ya'ni eng yaxshi narsani da'vatga bog'ladi Alloh taolo. Sanoqli odamlar yetishdi. Mana rasullar 313 ta bo'lgan deyiladi va umuman nabiylar haqida 125 mingligi haqida kelgan xabar bor, lekin ba'zilar uni zaiflaydi. Nima bo'lsa ham sonini bilmaymiz, Alloh biladi. Lekin ko'p bo'lmagan odamlarning umumiy nisbatiga qarasangiz. Endi bular insonlarning eng yaxshisimi? Alloh taolo ularni maqtagan. Nima sababdan maqtagan? Ularning ko'zi chiroyli bo'lgani uchunmi? Yo soqoli uzun bo'lganmikan? Yo'q, unaqa emas-da. Odamlarga Robbisining dinini yetkazgani uchun maqtagan. Hozir yoningizda $100 pulingiz bo'lsa, yana $100 bo'lishini xohlardingiz, to'g'rimi? Hech kim aytmaydiki, yo menda $10 bo'lsa ham bo'laveradi. Yetadi mana shu $10, tugab ketsin deganini hali birortasini ko'rmadim. Odamlar bo'sh cho'nchakka rozi bo'lmaydi-da, bo'sh qalbga, bo'sh kallaga rozi bo'laveradi. Rozi bo'lmaymiz. Payg'ambarlik va undan keyingi ularni varasatul anbiya, ahli ilmlik yoki o'shalarning yo'liga ergashayotgan tolib bo'lishlik ne'matidan va shu odamlarni hidoyatiga sabab bo'lishlik butun yer yuzida quyosh tushgan narsalardan yaxshi ekanlik savobiga erishishlikni qanaqa qilib orzu qilmaslik mumkin odam? Bu uchun biz bu dinda, birodar, bizda birovlarni yaxshilikka chaqirishlik ixtiyorli ish emas. Ya'ni men aytolmayman, men zo'r yashayapman, chaqirmasdan yashayveraman deya olmayman. Nimaga? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Alloh taolo bizga aytdiki, sizlar ummatlar, ya'ni odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar. Yaxshiligiga buyur. Birinchisi ta'muruna bil ma'ruf deb kelgan va tanhauna 'anil munkar. Ya'ni yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Va tu'minuna billah va Alloh taologa iymon keltirasizlar. Ya'ni qaytadan o'sha ta'kidlab tu'minun tavhid masalasi kelyapti. Eng yaxshiligimizning sababi
yaxshilikka buyurar ekanmiz, yomonlikdan qaytarar ekanmiz, tavhid ahlidan bo'lar ekanmiz. Shunaqa ekan. Menda nima ixtiyor bor endi hozir men bilgan narsalarni yetkazmaslikka? Qanaqa ixtiyor bor? Bu din biror mo'minaga Alloh va Rasuli u uchun bir narsani tanlagandan keyin tanlov yo'q ekanligini bayon qilgan. To'g'rimi? Bizga Alloh taolo va Rasuli ballighu anni walau bi aya. Mendan bitta oyat bo'lsa ham yetkazinglar degan. Buyruqmi bu? Bo'ldi buyruq. Bitta oyat qul huvallohu ahadni yetkaza olmaymizmi? Yetkaza olamiz. Aytgan Alloh taolo yagonadir deya olamizmi? Deya olamiz. Buni bildik, haqiqatini o'rganib bildik. Nima to'sadi endi shu buyruqqa itoat qilishdan? Agar itoat qilmasak gunohkor bo'lamiz. Shuning uchun bu ixtiyoriy ish emas. Ya'ni odamlar o'ylagandekki, domlalar o'zi qiladigan ish emas bu. Bizning boshqalardan farqimiz ham shu. Nasroniylar, bizdan oldingilar faqat domlalar da'vat qilish kerak degan e'tiqodda. Ya'ni oddiy odam da'vat qilmaydi. Borib, o'sha o'zini o'qishida o'qib, o'sha tugatib, hayotingizni bag'ishlab, faqat shundagina da'vat qilasiz. Shuning uchun hayoti fasod bo'lib ketgan. Faqat cherkovda. Cherkovda. Unda ham yuborsa cherkov jo'natish kerak. Missionerlar deb nomlangan va xalqlarni borib da'vat qilamiz degan. Lekin qarasangiz, ahvolini qarang, mana hozir hayvonga uylanaman deyotgan ham shu. Bir xil jinsilarni nikohini qonuniylashtirib, shunaqa qilmayman deganni buzg'unchi deb nomlayotgan ham o'zini nasroniyman deyotganlarmi? Mana shu hayotni xohlayaptimi? Agar shu da'vat qiladiganlar shu hayotni xohlayotgan bo'ladi. Yo'q, men bu hayvonlar hayotini xohlamayman. Robbim aytgan pokiza hayotni xohlayman. Shuning uchun bunda ixtiyorim yo'q deb bilaman. Allohu a'lam. Allohu a'lam. O'zingiz nima deysiz? Subhanalloh. Kunimizda din xuddiki nasroniylar kabi masjidga qamab qo'yilgan. Siz Allohning kalomidan gapirish kerak bo'lsa, 10 yil islom universitetini bitirgan bo'lishingiz kerak. Keyin davlatdan ruxsatnoma, pechat, shtab olgan bo'lishingiz kerak. Davlatni rozi qilgan bo'lishingiz kerak. 10 xil qiroat yodlay olgan bo'lishingiz kerak. Ungacha siz umringiz o'tib ketadi. O'sha bir oz qul huvallohu ahadni yetkazish uchun yoki mana buni yoki bo'lmasam Qur'onni siz yaxshi tushunishingiz kerak. Qaysi ma'noda tushunishingiz kerak? Oddiy misol uchun Allohga shirk qo'shmang. La tushrik billah. Bo'ldi, bu nimasini yana 10 yil men qayerda o'qib chiqishim kerak? Bu narsani men bilib, borib bir odam Allohga shirk qo'shayotgan odamga borib la tushrik billah deshim uchun, Allohga shirk qo'shma deshim uchun men 10 yil o'qishim, 50 yil masjidda ishlashim, yurtboshlarim rozi qilgan bo'lishim kerak degan narsa menga bir isbot dalil olib kelib berish oladimi? Yo bu narsa qanchalik sahih? O'qib chiqish kerakmi? Haqiqatan 10 yil o'tdi, 10 yil o'tdi, bitta mana shu Allohga shirk qo'shmagan tavhidni asosini gapirish uchun shu narsalarni 10 xil qiroatni 10 yil masjidda ishlash kerak, 10 yil o'qish kerak. 30 yil umri berib yuborish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha oyatni, o'sha hadisni aytayotganlarida diplomni shart qilmaganlar. Eng qizig'i. Va bu yerda oyat so'ziga hadis ham kiradi. Nimaga? Chunki hadis ham vahiyning bir turi. Vahiy demak u ham kiradi. Va ikkinchidan kishi mana da'vatning shartlari bor-da. Da'vatning shartlaridan ikkinchisi ilm deyiladi. Birinchisi ixlosli bo'lishlik, keyin ilm deyiladi. Bu ilm qanaqa ilm? Masalan, hozir aytish mumkin-da, mana siz ham talabasiz bilishim bo'yicha. Biz ham talabamiz. Agar olimlik darajasini kutsak, o'zi qayerda o'sha olimlik darajasi o'zi? Qancha ekan? Nechinchi etajda ekanda? Qo'pol qo'yib aytganda, hozir 4-etajda bo'lsangiz, u balki 40-etajdadir. Yetganingizda unga chiqishga quvvat va vaqt kerak. Hali kim boradi, kim bo'lmaydi. Agar faqat ahli ilm va olimlarga da'vatni bog'laydigan bo'lsak, faqat shularga cheklaydigan bo'lsak, ularni tarbiyalashning o'zi imkoniyati bo'lmasa, u biz yashayotgan jamiyatlarda. Biz ko'rib turibmizki, Ko'kaldosh degan madrasaga 40 million aholidan 20 ta odam o'tgan ekan bir yilga. Endi hisoblang, 40 million odamga yetadigan imomni necha yilda tayyorlab bo'linar ekan o'zi. Buni qarasangiz, agar da'vatni faqat shularga bog'layman desangiz. Va ikkinchidan, odamlar o'zlarining dinlarini eshitishlik uchun faqat masjidlarga jumaga borib, jumada bir kunda agar bir kun eshitish kerak bo'lsa, unda ham yarim soat eshitganda kifoya qiladigan bo'lganida edi, birodar. Uni ham davlat yozib beradi. Yani tezis bo'ladi-yu. Bizning dodalarimiz hozir olim bo'lib ketgan bo'lish kerak. 50 yildan beri jumaga chiqadi. Har jumada yarim soat, 1 soat nimalarni eshitadi. Lekin hozir so'rasangiz, tahorat shartlarini ham bilmaydi. Masalan, namozni ichidagi rukunlarni so'rasangiz bilmaydi. Nimaga desiz? Endi nima deydi, anaqa emasda, tartibli ilm emasda. Endi mana ilm qaysi darajada ilm kerak desiz, siz chaqirayotgan narsangizni yaxshi bilishingiz kerak. Atroflicha qudratingiz yetganicha o'rganishingiz kerak. Va shu narsada sizga muyassar bo'lgan ahli ilmlar bilan gaplashib, ulardan ta'limini olsangiz, bu nur ustiga a'lo. Endi agar bilmasam desa, bilmasiz biladiganlardan so'raysiz. Bu siz aytayotgan masalalar, bular zarurat bilan bilinadi deyiladi-ku. Bilmaydigan odam yo'q bu masalalarni.
o'zi aslida chaqirayotgan narsa yengil emasda. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytgan-ku, senga nozil qilinayotgan narsa yengil emas. Sen bid'an, ya'ni yengil narsa emas. Bu sendan oldingi hamma kelgan payg'ambarlarga shu narsalar vahiy qilingan. Sen bunda birinchi emassan. To'g'ri, oxirgisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, lekin birinchisi emas. Shunaqa ekan, biz ham birinchisi emasmiz. Bu yetayotgan gaplarimizni o'zimizni yonimizdan olib chiqib, magazinimizda yaxshiroq narsamiz ketishiga aytmaymiz. Allohning dini oldinga yursin deb aytamiz. Endi qanaqa qilib hamma bilish kerak bo'lgan narsalarni bilganingizdan keyin bilmaydiganga o'rgatmaysiz. Bizni dinimizning tarqalishini asosi da'vat. Busiz iloji yo'q buni. Kim buni yo'liga to'sib qo'yayotgan ekan, unga bitta bir narsani aytaman. Ya'ni eslatma qilaman. Alloh taolo eslatma olishlikni oson qilsin. O'zi aql egalari eslatma oladi. Agar eslatma olsa, aql ishlayotgan bo'ladi. Bu ham bo'lsa, inna robbaka labil mirsad oyati. Aksariyat odam yodlagan, ha? Aksariyat odam yodlagan. Nima degani bo'lsa, olimlar aytadiki, bilginki, o'zi mirsodning bir qancha ma'nosi bor. Ba'zilar yo'l deydi. Ya'ni Robbing seni yo'lingda, hali seni kutib oladi degan. Yoki oqibat qiyomat kuni bari Robbingga borasan degan. Va yana ba'zilar aytadiki, Alloh taolo qilayotgan barcha amallarni ko'rib, eshitib turibdi degani. Ya'ni o'shani o'zi kifoya qiladi bandaga. Seni hali Robbing ko'rib turibdi, albatta oldiga borasan deydi. Endi u jabbor qanchalik zolim va kuchli bo'lmasin, Alloh taolo huzuriga albatta boradi. Bundan oldin bundan ham battarlari o'tgan. Ular ham ketdi-ku, mana hech kim qolmadi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun eslatamiz, albatta borishni eslash kerak. Kishi qanday qilib bu oyatlarni bilganidan keyin yolg'on gapirishi, zulm qilishi, haqdan to'sishi mumkin. Qanaqa qilib bu jur'at qilishligi mumkin? Robbisi uni kutib turganini bilganidan keyin. Kutib turibdi-da, kunlarni sanab turibdi. Bir kun keladi, sizni meni ham navbatim keladi. Bo'ldi ketamiz. Alloh muvaffaq qilsin. Xuddi shunaqa mana bu yillardirki islom universitetida bormi, mahad bormi yoki yillardirki masjidda ishlayotgan kunimizdagi ba'zi insonlar, bular bexabarmidiki, ya'ni bundan oldingi qavmlarga Allohning balosi bilan eslatilgan, to'g'rimi? Kim Allohning diniga xiyonat qilsa, mana bunday ishlar bo'lgan, yoki bo'lmasa Makka mushriklari Ot qavmi, Samud qavmi ularga eshittirilgan. Bu odamlar haqida nima deysiz? Mana shu narsalarni bilgan holatda Allohga xiyonat qilishmoqdami yoki bo'lmasa bilmasdan xiyonat qilishmoqdami? Yoki nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Alloh taolo biror qavmga payg'ambar jo'natmasdan turib ularni azoblamagan. Oyatda aytgani kabi. Boshqa qavmlar ham bundan mustasno emas. Allohning qonunlari shunday qonunlarki, "Valan tajida li sunnatillahi tabdila." Alloh taoloning sunnatini, ya'ni qonunlarini o'zgartiruvchi boshqa biror qonun topa olmaysan. Ko'rgan quyoshingiz hali ham o'sha quyoshmi? Bo'ldi, shariatdagi ko'rgan va'dingiz ham o'sha va'da. Boshqasi kelmaydi, xuddi shunday bo'ladi. Shunaqa ekan, mana Ot qavmi juda ham bahaybat odamlar, baquvvat odamlar bo'lgan. Ba'zilar aytadi, yer yuzida 700 yil yashagan shu qavm deydi. Endi qanchada halok bo'lib ketdi? 7 kunda, 8 kecha va 7 kunda nima bilan halok bo'lib ketdi? O'zini quvvat talab qilgan, ya'ni quvvatda bizdan kim man ashaddu minna quvvat, bizdan kim yana bor, kuchliroq bormi deb so'ragan qavm. Xudo alayhissalom oldiga kelib o'zlaridan qani bormi degan qavm nima bilan halok bo'ldi? Shamol bilan halok bo'lib ketdi. Birgina shamol bilan Alloh taolo halok qilib tashadi bularni. Va shunchalikki ichidagi narsalarni chiqarib tanasi xuddi teshilgan bir novdaga o'xshab qoldi. Alloh taolo qodir ekanmi? Mana yaqinda ko'rdik-ku. Odamlarni 50 yillab qonini ichgan rejimlarni 14 kunda yo'q bo'lib ketganini ko'rmadikmi? Hammamiz. Alloh taolo bandasiga qodir ekanmi yordam berishga? Qodir ekan, mana nima bo'ldi mana? Hech kim eslamaydi ham. Eslagan odam qotil deb eslaydigan bo'ldik-ku. Shunaqa ekan, Robbimiz yordam berishga qodir ekanmi? Albatta qodir. Albatta qodir. Undan keyingilar undan ham past narsalar bilan halok qilingan. O'zi qanchalik katta ketsa, shunchalik past narsa bilan halok qilinadi-da. Alloh taolo o'sha Samud qavmini halok qilishligi haqida aytganda, qichqiriq sohata vahida deganda, bitta qichqiriq bilan. Olimlar aytadi, bitta xonaga kirib bitta baqirasiz-ku, o'shuna qichqirib bo'lgan deyshadi. Bitta xonaga kirib bitta baqirishdan o'zi yosh bola ham uncha qo'rqmaydi-ku. Lekin Alloh taolo ularni shu o'limiga yo'q bo'lib ketishiga sabab qildi. Shunaqa ekan, Robbimiz qodir zot. Robbimiz qodir zot va bu zolimlar bundan tashqarida qolaman deb o'ylamasin. Nimaga? Chunki qoim din eng asosiy narsasi, eng asosiy sharti ikkita shahodat, uni ma'nosiga iymon keltirishlik va u taqozo qilgan narsani qilishlikdir. Bundan tashqari narsani da'vo qilayotganlar bizni aldashyapti. Mashi ham din, manba o'zi asosan din deyotganlar bizni aldashyapti. Ya'ni faqat tilingda aytib qo'ysang bo'ldi. Aytadi hozir la ilaha illalloh desam bo'ldi deydi-ku, yo'q unaqa emas. Agar bo'ldi bo'lganda bizdan oldin shuncha yaxshilarga
kechasi bilan turib ibodat qilishlik, umrini hammasini ibodat maydonlarida o'tkazishlik farz qilinmagan bo'lardi. Farz qilinmagan bo'lardi. Allohu a'lam. Allohu a'lam. Nima qilish kerak? Yechim nima degan savol chiqadi endi bundan. Mana ko'ryapsiz, muammolarni aytdik. Muammo ko'p o'zi. Tagiga bitta kirsangiz, muammodan xoli bo'lgan birorta soha yo'q. Qayerga kirsangiz shu. Bolalardan boshlasangiz, va tug'ilishdan boshlasangiz, o'zim ham bir narsani shu o'rinda esimga tushganda aytmoqchiman. Ilmga kirib, umuman da'vatga sabab bo'lgan ishlardan bittasini aytaman. Bir kun chaqaloq tug'ildi. Chaqaloqqa bola puli degan narsa bor ekan. Mahalla komiteti deydi-yu, mahalla qo'mitasi deydimi, oqsoqollik kengash deydimi, hozir nima desa deydi. Xullas o'sha mahallaga chiqib, bu yerdan olishingiz kerak ekan. Eng qizig'i, bu yordam puli $50 miqdoridagi pul, jannari borsa. Uni olishligingiz uchun dunyodagi eng kambag'al, eng faqir, eng orqadagi odam ekanligingizni isbotlaydigan bir qancha qog'ozlar kerak ekan. Odam nafsi xo'rlanib ketar ekan haligacha. Subhanalloh derkansiz, nima zarar menga deysiz. Yangi tug'ilgan bola, endi biz boshqa joydan eshitganmiz-da, masalan, Rossiyada falonchi berar ekan bola tug'ilsa, falon joyda falonchi berar ekan, 18 yoshgacha berib turilar ekan deb eshitganmiz-ku. Bizda ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylamiz endi. Qarasak, Fransiyada shunaqa tug'ilishi bilan $1800 yevro hisobingizga tushirib beradi. Ahmoq ekanda bular, qarang. Shuncha pul yonga qolishi mumkin bo'lib turib beraverar ekanda, bizdagilar shunaqa hisoblaydi-da. Xullas, o'shani ko'rganda bir odamni nima deydi, alami g'azabi keladi-da. Bu shu xalqning tug'ilayotgan farzandlari, bolalari shular emasmi o'zi, shu yordam berib turgan, qo'l ostida turib xizmatini qilib turgan shular emasmi? Shu tug'ilganida bir qo'llab-quvvatlashga muhtoj shular emasmi? U chaqalog'iga pampers topolmay yurgan, sut topolmay yurgan ona qatdan oladi o'zi. Bir o'ylash kerakmi shuni? Bu bola pulini olishlik uchun aytganimdek, sigaram yo'q, tovug'im yo'q qilar ekansizda, keyin birinchisini o'sha mahalla komitetiga ham berar ekansiz, keyin bir yilga berar ekan o'sha $50 pulni. Subhanalloh. Endi eng qizig'i, kishi dinini bilmaganidan keyin zulmni ko'rmay qolar ekan. Odamlarga agar hozir shu kunimizda bola tug'ilganiga 2 yoshgacha $100 shundoq beramiz desam, dunyodagi eng yaxshi odam shu bo'lib ketadi. Nimaga desangiz, mahrumiyatni odatiy hol deb qabul qilib qolganligi uchun. Hozir bittasiga soqolingni bemalol qo'yib yur, namozingni ham o'qir, bemalol masjidga chiqib yur, g'ing demaydi desam, xursand bo'lib ketadi, yaxshi ko'rib qoladi. Nimaga desangiz, mahrumlikni odat mana shunaqa bo'lishi kerak deb qabul qilib bo'lganda, endi unga o'zini Robbisi bergan haqqini bir qismini tegmay turaman deb bittasi agar bersa, bo'ldi, dunyodagi eng yaxshi odam bo'ladi. Buni Robbimiz bergan bu haqni bizga. Alloh taolo bizga shunday bir xur qilib, shu holatimizda ibodati uchun yaratgan. Biz zolimning qo'lida mazlum holatda, mustar holatda turishimiz uchun yaratmagan, ibodati uchun yaratgan. O'shani tushunishidan ham kishilar, ya'ni o'sha eng asosiy narsa aqidasidan to'silgandan keyin to'silib qolar ekan. Adolat tushunchasi hayvonda ham bor. Bir itni o'z-o'zidan bir tepsiz tishlab oladi, angillab. To'g'rimi? Xuddi shu. Maymunlar bor. Ikkalasiga bir xil ishni buyurib, ikki xil narsa bersa, bittasiga uzun, bittasiga bodring bersa, videoda ko'rsatyapti. Bodringni otib yubordi haligiga. Menga ham uzun berdi otdi. Hayvonlarda adolat tushunchasi bor ekan. Odamlarda bo'lmaydimi adolat? Ana o'sha narsa Robbingiz dinida adolatni topganingizdan keyin eng to'g'ri narsa shundirkansizda baribir. Shuning uchun ham jahannamga hukm qilingan odamning oxirgi so'zi ham alhamdulillahi robbil alamin bo'ladi-da. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohu a'lam. Shunaqa tushunaman masalan. Hozir so'zingizni o'rtasida aytib ketdingizki, Allohni sizga bergan haqqini, mana Alloh sizga bir haq berdi, endi siz istagancha undan foydalanasiz. Lekin Allohni bergan haqqini to'sib yoki kamaytirib berib, mana shunga ham shukr qilgan yoki Allohni bergan haqqini, buyrug'ini o'zgartirib beradigan va bunga sukut qiladigan odamlar haqida-chi? Sukut qiluvchi odam xuddi soqov shaytonga o'xshaydi. Bo'lib ham ahli ilm bo'lsa. Bular to'g'ri ahli ilm nomlanadi, lekin nomdan nomlanadi. Aslida ahli ilm degani kim degani o'zi? Nima degani ahli ilm degani? Ilmni ahil bo'lishligi uchun shartlari bor-da. Ma'lumot to'plash emas bu. Toki sizga aqida bo'lib o'rnashib, singib, amalingizda ko'ringandan keyin, uni targ'ib qilganingizdan keyin ahli ilmga aylanasiz. Endi sizni ishingiz bir tovoqqa yetib olish uchun bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, ana bir stolga yetib olish uchun bo'lsa, zo'r ovqatlanadigan imkoniyatga yetib olish uchun bo'lsa, u ovqat ahli deyiladi. Qorin ahli deyiladi, lekin ilm ahli deyilmaydi. Ilmni ko'rmagan odamlar uni ilm ahli deyishi mumkin, lekin aslini bilgandan keyin bularni bunga nisbat berib qo'yadi. Va agar bizga
siz aytganingizdekki, masalan dindan namozni olsa, namoz bo'ladi, ro'zani oladi. Ro'za ham bo'ladi, zakot yo'q bo'lmaydi bu. Bu terrorizmni moliyalashtirish bo'ladi. Buni chiqarib tashlaymiz dedi. Bir to'plam qilib berdi sizga. Mana shu dedi, bugundan boshlab sani dining desa, endi bu islomni aslidan boshqa din bo'lib qolmaydi bunda qarasangiz. Ikkalasi ikki xil narsa, aynan o'sha narsadan qaytariladi. Ana o'sha narsa havosiga ergashishlik bo'ladi. Alloh taolo buni havosiga ibodat deb, ya'ni havosini iloh qilib olishlik deb nomlagan. Havo degani ishtaha, odam shahvat qiladigan narsalar degani. Ana o'shani o'ziga, ya'ni unga yoqmasa bo'ldi. Unga yoqmasa Robbisi buyurgan narsani ham chetga surib qo'yadi. Bu esa islom dinidan boshqalaydi. Bu jiddiy gap bu. Bu jiddiy narsalar bular. Kishini hayotida eng e'tiborli narsalar bular. Alloh taolo agar diniga kishi e'tibor qilmasa, uni keyin haqni qidirganda topa olmaslik bilan jazolaydi. Bu qattiq so'z bu. Ya'ni qachonki sizga haq kelganda yuz bursangiz, na'uzubillahi min zalik, bo'ldi, qachon endi unga zor bo'lib ketganingizda, bir qidirganingizda ko'zingizni tagida tursa ham topa olmaslik bilan jazolanasiz. Hozir nafaqat o'zi adashib, balki boshqalarni ham adashtirib, odamlarga boshqa narsalarni din deb o'rgatayotganlar bir kunlar kelib diniga juda ham muhtoj bo'ladi-yu, haqqa juda ham muhtoj bo'ladi-yu. O'shanda yosh bolam nima ko'rmayapti, bilmaydimi shuni yomonligini deydi-ku, mana hozir aytadi-yu, hamma aytadi-yu, qanaqa domla bo'lib turib bilmaydimi shuni yomonligini? Bilmaydi shuni yomonligini. Nimaga desiz? Chunki o'zi ko'rlikni ixtiyor qilgan edi. Ya'ni ko'rib turib ko'zini yumib olgan edi haqdan, endi qidirsa ham ko'rmaslik bilan jazolanadi. Hammaga tegishli. Bu faqat ahli ilm emas, umuman hammaga tegishli. Haqni olmasang, ololmaslik bilan jazolansan. Bu esa ulkan balo. Alloh taolo bundan bizni saqlasin. Alloh saqlasin. Allohim amin. Shu o'rinda o'sha kunimizdagi insonlarni dindan uzoqlashtirish shu tuzum avj olib borilayotgan bir vaqtda yashayapmiz. Ya'ni insonlar illoki svetda o'z vaqtida to'lasin, paxtani o'z vaqtida tersin, gazi pulini o'z vaqtida bersin va yurtboshiga itoat qilsin. Bu yurtimizdagi minbarda turgan, o'zini ahli ilmman, payg'ambarlarning merosxo'riman deyotgan odamlar birinchi bo'lib minbarga chiqishi bilan yurtboshiga salovat etib, undan keyin uni yo'q, rostdan ba'zi narsada aslida kulgili narsa va yig'laydigan narsa bu narsa, lekin ular birinchi chiqib mana shu yoki bir yig'ilish bo'lsa ham birinchi serquyosh bilan davrani ochadi. Allohning kalomi bilan emas, birinchi serquyosh, undan keyin Allohning kalomini qo'yishadi. Mana shunaqangi vaqtda men mana shu vaqtdan auditoriyangizdan foydalanib aytamanki, Alloh musta'an, Makka mushriklari ham Ot qavmi, Samud qavmi, Lut qavmi haqida eshitishgan va kerak bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni eslatib qo'rqitganlar. Lekin Makka mushriklarining ichida bu bir masal, bir hikoya bo'lib ketib qolgan. Ot qavmi bir vaqtlar bo'lgan, baquvvat bo'lgan, kuchli bo'lgan, Samud qavmi bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Xuddi shunaqa qilib Ot qavmi, Samud, siz aytasiz, ajablanasiz. Bular Ot qavmi, Samud qavmining hayotini eshitib turib qo'rqmaganmi Allohga osiy bo'lishlikdan desiz? Kunimizdagi holat nima bo'lyapti desiz? Chunki Makka mushriklari Ot qavmi, Samud qavmining hikoyasini oddiy bir masala, hikoya erta qilib olishgan bo'lgan. Bir-biriga aytib beradigan bo'lgan. Kunimizda desa, kunimizda endi diqqat bilan qarang. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu odamlar gapiradi, quvvatli, kuchli, shiddatli, doim g'alaba qozongan. Kerak bo'lsa masjidlarda ham Xolid ibn yoki saroy mullalari Xolid ibn Validni gapiradi. Lekin buni maqsadi nima bo'lgan bu sahoba? Eng asosiy nuqta gapirilmaydi. Buni maqsadi yer yuzida Allohning shariatini hokim qilish bo'lmaganmi? Yoki illoki Allohning shariati Qur'on bilan, demokratik konstitutsiya emas, yurtboshingiz topib olgan nafsidan ushlab olgan konstitutsiya bilan emas, Allohni biror bir jang maydoniga yoki biror bir shaharga borishganda illoki Allohning hukmi bilan yashaysan, yoki bizga xor bo'lib jizyani to'laysan, yoki urushamiz deyishgan. Baquvvat, kuchli Xolid ibn Valid hamma tilga oladigan ushbu sahoba, Alloh rozi bo'lsin. Bu sahobaning maqsadi nima bo'lgansa Allohning dinini o'rnatish. Lekin kunimizda Xolid ibn Valid kuchli, mustahkam bo'lgan, baquvvat bo'lgan, lekin maqsadi aytilmaydi hech qatga. Allohning shariatini o'rnatish bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa mana yaqin Yusuf alayhisalomning qissasini video qilib chiqarishdi. Hamma. Hozir insonlar shunaqangi holatga keldiki, Yusuf alayhisalomning qissasini eshitsa Zulayha bilan Yusufni eslaydi. Nima desa bu sevgi, muhabbat qissasi. Yo'q, to'g'rimi? Shunaqa video ishlashdi yaqinda. Ko'rsangiz, Zulayha Yusufning ishqida o'ldi, oxirida u yoshardi, ya'ni 2 oylik bir baxtli bo'lib ketdi. Shu narsani ko'rsatdi. Yusuf alayhisalom Zulayhoni bilan birga bo'lish uchun Alloh yubordimi bu payg'ambar? Laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budulloha va yajtanibut togut. Yoki biz har bir qavmga bitta ummat yubordik, ular tog'utdan chetlaning, Allohga ibodat qiling dedi. Yusuf alayhisalomni nimaga yubordi?
Zindonga nimaga tushirdi? Nimaga yaqinda bir ahli ilm aytdi. Yusuf alayhisalomning o'zini bir da'vat uslubi bo'lganki, kelib undan oddiy tush masalasini so'rasa, birinchi bo'lib tavhid. Birinchi bo'lib tavhid. Undan keyin boshqa masalaga. Yusuf alayhisalomni zindonda ekan birinchi bo'lib inil hukma illa lillah demadim. Agar hozir bu nimaga sizlar Yusuf alayhisalom bilan Zulayxoning sevgisini qissasini ishlab chiqardinglar, boshqa masalani ham ko'rsatdinglar. Inil hukma illa lillah degan narsa bor desa, yo sen vahobiysan. Sen xavorij, Allohdan boshqa hukm o'tmaydi do'sti. Sen xavorijsan. Shunaqa bo'lgan deyshadi. Lekin kunimizda insonlarni uxlatishning bir turi payg'ambarlarning hayotining asosiy qismini berkitib, ularning sevgi, muhabbati, ota-onasiga chiroyli muomala bo'lgani, boshqa narsasini asosiy tavhidni ulashganini masalasi aytilmaydi. Bu masalasi aytilmaydi. Va bunga sukut qilayotganlar haqida aytsangiz, oddiy misol. Samud qavmi Allohning bitta oyatiga qarshi chiqishdi. Men hozir ko'pchilik juda men aytadiki, bu takfirchi, bu yomon. Yurtboshimizga nimaga tiling teg'izsan? Imomlarimizga nimaga tiling teg'izsan deyshadi. Seni yurtboshingni itoatiga, yurtboshing kim? Allohning 6000 dan ziyod oyatlarni orqaga uloqtirib, o'zini nafsidan oyatlar chiqargan yurtboshini, "Ma robman" degan yurtboshini bu imomlar bunga itoat qilinglar. Buni aytganda yashaylar va bunga nimaga men jim qarab turishim kerak? Jim qarab tursam oqibati nima bo'ladi? Samud qavmiga Solih alayhisalom yuborilar ekan, o'shanda Solih alayhisalom aytdilarki, "Ya qavmi, hadihi naqatullohi aya." Bu Allohning oyati, bitta oyati bu Allohning. Unga tegmanglar. Yer yuzida istagancha kessin, yashasin, yesin, ichsin. Ichidan butun qavmi, butun Samud qavmining ichidan bittasi bordi, Allohning oyatiga tegdi. Alloh bu oyatga tegilmasin dedi. Allohning mo'jizasiga, Allohning oyatiga tegilmasin dedi. Ichidan 9tasi, 10tasi gaplashildi, ichidan bittasini yubordi, bor bu haligi tuyani qatl qildi. Tuyani o'ldirdi. Shu sabab bularning ustiga musibat keldi. Buni ichida jim turgani ham ketdi. Buni ichida boshini likillatib qo'ygani ham ketdi. Buni ichida hammasi ketdi. Bu o'rinda bizning naqamiz nima deyilsa, sizlarni oddiy Samud qavmini Alloh bitta oyatiga aralashtirgani uchun, oyatini yo'q qilgani uchun bularni hammasini, Samud qavmining hammasini. Endi kunimizda dunyoni har yerda Allohning 6000 dan ziyod oyati turgan bir vaqtda sizlarni yurtboshinglar, BMTinglar, boshqa narsalar hammasi bir joyga to'planib turib, Allohning 6000 dan ortiq oyatiga aralashishi, bu bizga o'tadi, bu o'tmaydi, buni uloqtiramiz, buni ketkazamiz, bunga ruxsat, bunga ruxsat emas deb Allohning haqqini orqaga otishi, ajabo bularning holati oxiratda nima bo'lar ekan? Va bunga sukut qilayotgan ahli ilmlarning holati nima bo'lar ekan? Men ahli ilmman deb turib sukut qilayotgani, Samud qavmida sukut qilayotgan ham ketdi. Bu yerda bizning holatimiz nima bo'ladi? Ya'ni eshituvchilarning holati nima bo'ladi desa, bu yerda biz bo'ldi. Aytishi mumkin, nima? Biz hukm chiqaryapmizmi? Biz prezidentimizmi? Biz orqamizga otyapmizmi Alloh oyatlarini deyish mumkin. Yo'q, sizlar otmayapsizlar. Yo'q, biz shariatni xohlamaymizmi deyishlari mumkin. Yo'q, sizlar shariatni xohlaysizlar. Faqat sizlarni aybinglar sukut qilishinglar. Alloh bu narsaga rozi bo'lmaydi. Sukut qilishga rozi bo'lmaydi hech kim. Unga o'zingizning adovatingizni, o'zingizni bo'g'iz qilishingizni va Allohning shariatiga haris bo'lishingizni va Allohning shariatini o'rnatishga harakat qilayotgan odamlarga ko'maklashishingiz haqida Alloh azza va jalla xabar beradi bu haqda. Ko'plab bu sahobalarning hayotidan oddiy misol, mana kichkinagina bir davlat chiqdi Iroq Shom o'rtasida, nima desa hammasi biz Allohning shariatini hokim qilamiz. Dunyoni hammasi jamlandi, yo'q qildi. Uni takfirchiligi, uni boshqa narsalarga hammasi chetga suring. Maqsadi nima bo'lsa, Allohning shariatini qoyim qilaman dedi. Bo'ldi. Bunga odamlar bu Allohning shariatini qoyim qilarkan, bu vahobiy. Bu yurtboshiga chiqyapti, bu Ali radhiyallohu anhu uni o'ldirgan xavorijlarning o'zginasi deydigan bo'ladi. Yo'q. Sizlarni yurtboshinglar Ali radhiyallohu anhuning o'rnida emas. Ali radhiyallohu anhu o'zini nafsini iloh qilmagan, konstitutsiya o'ylab topmagan. Alloh hokim qilgan ushbu Qur'onni tatbiq qilgan. Agarda bizni to'g'ri, agar bizani yurtboshimiz Qur'on bilan hukm qilayotgan bo'lsa, biz unga qo'zg'olon qilsak, boshimizni olib tashlasin. Biz xavorijimiz. Agarda Allohning hukmi bilan boshqarmasdan, o'zini nafsini iloh qilib, Allohning 6000 ta oyatini orqaga otib yuborgan odamga bizni qarshi chiqib, illoki Allohning hukmi bilan yashaysin desa, bu millat Ibrohimning yo'li. Bu Rasulullohning yo'li va Rasululloh bilan birga bo'lganlarning yo'li bo'ladi. Va bunga sukut saqlab turganlar bilan holi nima bo'ladi ajabo. Ahsanallohu alayk. Hozir ko'pchilik aytadi, ana
umuman hukm mavzusida, hokimlar mavzusida xalqda bir ojizlik bor-da baribir. Nima desiz? Birinchidan johillik bor. Ikkinchidan quvvatni ozligi va hokazo. Yo'q, birinchi mayli agar qo'lingizdan hech narsa kelmasa deymiz, endi yechim ma'nosida aytaman. Birinchi qiladigan ishingiz e'tiqodingizni to'g'irlashligingiz. Agar kishi Robbisining huzuriga salim qalb bilan borsa, albatta najot topadi. Illa man atalloha biqalbin salim. Faqat o'sha kishigina najot topadi. Ikkinchidan, haqni bilib turib bekitayotganlar tayyor bo'laverishsin. Borgan joyida kutib turishibdi. Ya'ni Alloh taolo g'ofil emas ularning qilayotgan ishlaridan. Va o'zi qo'rquv borasida odamlar qo'rqadi-ku. Itdan qo'rqadi, kimdir chayondan qo'rqadi. Qo'rqamiz deyishadi-da. Haqni nega gapiraman, aytasiz, nima gapirmaydi dedi. Qo'rqamiz deyishadi. Masalan, nechi mumkin sizga? Qo'rquv agar tabiat taqozo qilgan qo'rquv bo'lsa ayblanmaydi. Hammada bor u, qo'rqadi. Lekin ulug'lashlik qo'rquviga o'tib ketsa ibodat deyiladi u. Bu esa bandalarni Robbisidan boshqasidan qo'rquvidan qaytarilgan qo'rquv mana bo'ladi. Agar siz mana hamma joyda eshitib turibdi, bo'ldi, nima desam topib oladi deyotgan bo'lsangiz, Alloh taologa tenglashtirib qo'yibsiz-da uni. Ya'ni Alloh taolo biladi kimni qayerda qanaqa nima qilayotganligini. Agar Robbingiz uchun bir qadam tashlash imkoniyati bo'lsa, o'sha tashlashingiz mumkin bo'lgan imkoniyatdan albatta so'raydi. Mayli da'vatchilari, imomlarimi, kim bo'lsa, qo'lida o'zini oldida bir masjid turgan bo'lsa, masalan, shuni hukm ostida, shunga kelayotgan odamlarga bir og'iz bo'lsa ham haqni tanitish imkoniyati bormi? O'sha bir og'zidan so'raladi. Agar unaqa qilmasa, o'zini xavfga qo'ymasligi kerak. O'zini xatarga qo'ymasligi kerak. Unga ertaga nimaga sen imom bo'lmading deb so'ralmaydi, nimaga haqni yetkazmading deb so'raladi. O'zini vazifasi shu edi uni. O'shaning uchun so'raladi. Undan kattalari ham, amaldori ham, undan kattasi ham men qo'rquvdim, meni o'ldirib qo'yadi deb qo'rquvdim deganda, Alloh taoloning farishtalari unga nima deydi? Alam takun ardullohi vasi'atan tuhajiru fiha. Allohu akbar. Agar sen ko'chaga chiqsang, uyingdan chiqsang, Alloh uchun chiqsang, Allohning yeri keng emasmidi senga deydi. Keyin nima bo'ladi desa, zolim deb nomlab ularni jonini sug'urib olib, keyin jahannamga tiqadi degan. Nima bor agar qo'lingdan kelmasa, mehrobda nima bor senga? Odamlarning ustida nima bor qo'lingdan kelmasa? Nima qilasan o'zingni halol qilib? Bo'ldi, qo'lingdan kelmasa qo'y buni. Qo'lingdan keladigan ishni qil deysiz. Ya'ni qudrating yetgancha da'vat qil, qudrating yetgancha taqvo qil, undan oshig'ini hech kim Alloh taolo so'ramaydi undan oshig'ini. Yana kim so'raydi sendan? Endi bu hamma odamlarning boshiga chiqib, o'zini ruvoyi bizorlik maqomini o'ziga sotib olishlik kishini aqli pastligidan belgi bo'ladi. Alloh taolo bunday bo'lishdan hammamizni saqlasin. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Hamda shundan foydalanib bitta narsa aytmoqchiman sizga. Savol bermoqchiman, ya'ni kunimizda insonlar la ilaha illalloh deydi, lekin nimadir deyotganini tushunmaydi, nima deyotganini. Yoki bo'lmasam biz guvohlik beramiz deydi, iymon deydi, iloh deydi, din deydi. Mana bularni biz tushuntirishga harakat qilamiz va sizni tilingizdan ham shu narsani tushunsak. Iymon nima o'zi? Iloh nima o'zi? Din nima o'zi? Guvohlik berishda nimani tushunamiz? Alloh muvaffaq qilsin. Xo'p, qisqa ravishda. Bu juda ham haqiqatda aytganingizdek jahl tarqalib ketganidan keyin odamlarda eng oddiy tushunchalar borasida ham bo'shliqlar bo'lib qolganda. Hozir la ilaha illallohning ma'nosini so'rasangiz aksariyat odam bilmaydi. Aytish mumkin bo'lgan narsa Allohdan o'zga iloh yo'q deydi. Biz ko'ryapmiz, tiqilib yotibdi Allohdan boshqa iloh. Hammaga borsangiz o'zga bitta iloh yasab olgan joylar ham bor. Bu but qo'ygan joylar bor, umumiy butlar bor. Hamma shunga qarab o deydigani bor, televizorda chiqadigani bor yoki nafsini but qo'ygani bor, ko'p bunaqasi. Demak, la ilaha illallohning ma'nosi bo'lmas ekan. La ilaha illallohning ma'nosi Allohdan o'zga ibodatga haqli zot yo'q degan. Chunki odamlar sigirga ham ibodat qilib yuribdi-da, najaslarga ibodat qilib yuribdi, avratlarga ibodat qilib yuribdi. Yo'q. Bu ma'nosi shu. Agar shuni tushunsa kishi dinini aslini to'g'rilab olgan bo'ladi. Bu eng asosiy ish. Demak, la ilaha illallohning ma'nosi Allohdan o'zga ibodatga haqli bo'lgan zot yo'q. Endi ikkinchidan, iloh kim? Iloh bu ibodat undan boshqaga qilinmaydigan zot. Ya'ni ibodatning hammasi unga buriladigan zotga iloh deyiladi. Endi shariat ibodat deb topgan narsani Allohdan boshqaga burishlik esa shirk deyiladi. Shuning uchun odamlar buni tushunmaganligidan yoki tushunmaganga savoganligidan o'zini ibodatini ham boshqaga burib oladigan bir oson yo'l sanab qolgan. Aslida bunaqa emas, qo'rqinchli ish bu. O'sha ibodat nima edi? Ibodat o'zi xorlik degani, qullik degani. Qul deydi-yu, qul xor bo'ladi chunki. O'zi at-tariqul muabbad
bosilib urib tekshirilib ketgan yo'lga aytiladi. Shuni ko'p misol qilinadi, ko'p misol qilamiz. Hamma ustidan yuraveradi-yu, ustidan nima qachon yuradi desa, xotirjam yuradida, hech narsa qilmaydi degandan keyin qul shunaqa bo'ladi. Robbisini nima buyrug'i bo'lsa, shunga o'zini nafsini xorlayveradi. O'sha qullik deyiladi. O'shani ilohi Alloh taolo. O'sha qullikning sohibi Alloh taolo. U xoh narsa so'rashlikda bo'lsin, xoh umidlarini bog'lashlikda bo'lsin, xoh qo'rquvlari bo'lsin, xoh Robbisidan hojatlarini o'tashni so'rab yalinib yolvorishlik bo'lsin, xoh har qanday holatda suyanishlik bo'lsin, hammasini sohibi, egasi, ilohi Alloh taolo. Agar shuni to'g'ri tushunsa, boshqasiga gapirmay qo'yadi. Hayotida xotirjam yashashga o'tadi. Qo'rqmay qo'yadi boshqasidan. Nimaga desa, u iymon keltiradi u. Ana o'sha iymon nima ekan desa, qalbda o'rnashgan shak shubhadan xoli bo'lgan ishonchga aytiladi. Bu tasdiq deb lug'atan tasdiq ma'nosini beradi. Nima desa, bir xabarni keltirsangiz, men ha shunaqa desam, men tasdiqlagan bo'laman. O'sha tasdiq o'zim ishonganim uchun bo'lsa va unga amal ergashsa, ana undan keyin komil iymon deb nomlanadi. Iymonning asliga amal kiradimi? Kiradi. Iymonning asliga amal jinsi kiradi. Qaysi amal kiradi desa, ba'zilarini nom bilan aytamiz, qolgani umumiy aytiladi. Nom bilan aytiladigani Alloh taolo namozni iymon deb nomlagan. Masalan, va qolganlari umumiy ravishda, ya'ni suratida emas, balki nomida bo'lsa ham iymonga kiraveradi. Va hokazo. Kishi iymonli deyilishligi uchun, birodar, albatta amal qilishi kerak. Albatta amal qilishi kerak. Shunday toifalar keldi, iymonni faqat so'z deyishdi. Shunday toifalar keldi, faqat iymon e'tiqod deyishdi. Qalbingda bo'lsa bo'ldi. Endi ahli sunna esa iymon bu qalbda bo'ladi, e'tiqod tarzida, tilda bo'ladi, la ilaha illalloh tarzida va qolgan a'zolarda bo'ladi, amallar tarzida deydi. Endi siz bir rusni olib kelib, qo'liga 5 so'm bersangiz, sizga la ilaha illallohni 500 minutda aytib beradi. Nima bo'ladi? Musulmon bo'lib qoladimi? Musulmon bo'lmaydi, hech kim aytmaydi uni musulmon deb. Kelsada sizga la ilaha illalloh desada, borib yana u o'zini cherkovga borib olsa, musulmon demaysiz-ku. Odamlarning holi ham shunga o'xshab qolmasligi kerak. La ilaha illalloh deb borib bemalol riboni yeyverib, borib bemalol o'sha hamma umidlarni boshqasiga tikib, tog'asiga, falon chakasiga tikib, o'shangagina suyanadigan bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa u dinning haqiqati aslan bunda topilmaydi. O'sha dinning asli shu o'zi. Biz bilgan din shu. Allohu a'lam. Vallohu a'lam. Alloh taolo hammalarimizni isloh qilsin. Shu o'zi siz bilan gaplashib o'tirsak o'tirar ekanmiz deydi. Shunaqa. Men savollarim qolib ketdi deydi. Inshaalloh yana balki bundan keyin ham Alloh taolo nasib qilib bir hukmiy majlis deyiladi, o'zi onlayn majlis. Hukmiy majlisda yana jamlanishlikka muvaffaq bo'lamiz. Allohumma amin. Birodarlarga nasihat tarzida so'zlaringiz bo'lsa. So'zlarim shundan iborat. Alloh azza va jalla hammamizga haqni haq, botilni botil qilib ko'rsatsin. Oqibatimizni chiroyli qilsin. Odam adashib ketishlikdan, katta kichkina kufriy, shirkiy so'z va amallardan, bilib bilmagan holatda kofir, murtad bo'lib qolishdan Robbim o'zi asrasin. Va o'zini yo'lida bizlarni ishlatsin. Biz albatta Allohga muhtojmiz va sayyidul shuhadalardan qilsin. So'zim oxirida garchi kulgili bo'lishi mumkin, lekin haqiqat saroy mulalaridan qo'limizni olmaymiz. Oxirgacha kurashamiz. Toki o'li, chunki Alloh azza va jalla aytganda, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullohu va yal'anuhumul la'in. U barcha la'natlovchilar Alloh la'natladi, malaikalar la'natladi va boshqa la'natlovchilar la'natladi. Nimaga desa, ularga haq berilgandan keyin uni orqasiga ortdilar va unga haqni Alloh ochiq bayonotni, dinni bergandan keyin uni bekitishdi. Alloh la'natlagan insonni biz xohlaganimizcha. Mana Imom Shofiy rahimahulloh aytganlarki, men shunaqa insonlarni ko'rdimki, Allohning diniga xiyonat qildi, Alloh ularni o'zining oilasida sharmanda qildi. Va buni kunimizda ko'rib turibmiz va alamlardan kuyib bo'lishsin. Qo'ymas ekansiz deydi. Subhanalloh. Alloh taolo hammamizni haqqa sobit qilsin. Suhbatimizdan birorta odamning shaxsi emas edi, boya aytib o'tdim. Farqi yo'q, oqi-yu, ko'ki-yu, qizili-yu, hammasiga tegishli. O'sha shaytonning qaysi sifatlari bo'lsa, shaytonning nomi nima ekanligi va qatli ekanligini ahamiyati yo'q. Shuni hammasiga tegishli. Tavhid ham xuddi shunday. Qayerda bo'lsa, nomi-yu, millati-yu, jinsi farqi yo'q. Bizlarning birodarlarimiz. Alloh taolo siz va biz bilan bir haqni yurishiga bir sabab chiqsin. Allohim siz va bizni ishlatsin. Siz va bizni haqning yordamchisi qilsin va haqni himoyachisi qilsin. Bizni adashtirmasin, zolimlarning zulmidan o'zi saqlasin. Katta bo'lsangiz ham Alloh taolo sizni ham panohida saqlasin, bizni ham panohida saqlasin va hidoyatdan uzmasin bizni. Allohumma amin. Subhanakallohumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Jazakumulloh khayran. Erkaklardek yashatgan meni
bilib yashay izzatarimni islom uchun bo'laytu qalqon qurbon qilib jismu jonimni